Aytadi, ustozdan o'tmagan shogird emas deb. Mana shuni qiling deb nima qilib turadigan ustoz bo'lgan taqdirda ham o'zingizga bog'liqda ko'p narsa. Eng dolzarb mavzu juda ham ko'p tikuvchilar tikayotgan libosiga narx qo'yishga qiynaladi. Mana bunaqa fason qildim, qarang sizga yarashadi-da, juda ham chiroyli turadi-da deb vaziyatdan chiqib ketishimiz kerak. Bu yerga kelgancha ham maqsadim aniq emas edi men. Nima uchun aynan tikuvchilik kasbini tanlagansiz? Yengil bo'lgani uchun. Daromadi yaxshi, yengil bo'lgani uchun. Assalomu alaykum, men Muqaddas Komilova, 28 yillik tajribaga ega modeler konstruktor, Sharqona o'quv markaz hamda Sharqona atelier asoschisi. Bugungi sizlar bilan quradigan suhbatimiz meni shogirdlarimga erishgan natijalari va orttirgan tajribalari haqida bo'lib o'tadi. O'ylaymanki, bu suhbatimiz modeler konstruktor, dizaynerlar va tikuvchilar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Bugungi suhbatimiz mehmoni shogirdim Abdualim va Nargizaxon. Assalomu alaykum. Nargizaxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Men Abdualimova Nargiza Norbekovna, Jizzax shahridanman. Tikuvchiman, 29 yillik tikuvchiman. Muqaddas Komilovaga 2024-yil onlayn kursiga yozilib, hozirgi kunda Nara School o'quv markazini ochganmiz. Nargizaxon, bu ish faoliyatingizni aynan birinchi nimadan boshlagansiz? Nima turtki bergan aynan? Men tikuvchilikka yoshligimdan qiziqqanman. 9 yoshimda singlimga kiyimchalar tikib o'rganganman. Shu bilan qiziqishlar baland bo'lgani uchun uyda qo'l mashinkada tikish boshlaganman birinchi vaqt qizlik paytimda. O'shandan qiziqardim. O'zimda ichki qobiliyatim bo'lgan, qiziqish meni hech narsa to'xtata olmagan. Kelin bo'lganimdan keyin 1996-yil ustozimga shogird tushganman o'zimizda. O'shandan tikishni boshlaganman. Undan keyin klientlardan, mijozlardan zakaz olib tikib yurdim. 1995-yil turmushga chiqdim. 96-yili qaynonam qo'shnimizga shogirdlikka berdi ustozimga. U yerda 3 oylik kursda o'qib tugatdim. Tugatganimdan keyin uyda mustaqil tikishni boshladim. Undan keyin bitta anaqa shogirdlar oldim. Mijozlardan zakazlar olib tikdik. Undan keyin uyimizda shu tikuv sexini ochdim. Qizlarni o'qitishni boshladim. O'qitganim bilan menda darslik metodikasi bo'lmagan. O'zim bilganimcha o'rgatganman. 2024-yil sizni Instagramda ko'rib qolib, Muqaddas Komilovani Instagramda ko'rib qolib, darhol yozilganman o'qish istagida. Menga birinchi o'rinda nima gaplari yoqqan, bu darslikdan olgan bilimlaringni boshqalarga berishlaring mumkin, darsligimdan bemalol foydalanishlaring mumkin degani menga juda ham yoqqan. Shundan darrov to'lovini qilib shu kursda o'qidim, onlayn kursda o'qidim. 3 oylik kursni tugatdik. Bitiruv kechalar bo'ldi. Tanishdik ustoz bilan yaqindan. Menga juda ham yoqdi. O'shandan keyin men ham yana ham o'quvchilar olishni boshladim. 2024-yili arendaga joy olib tikuvchilikni boshladim. Undan keyin ustozda o'qiganimdan keyin o'quv markazi ochdim. Nara School deb brendimizga nom berdik. Nara School o'quv markazini ochib, o'quvchilar olishni boshladim. Shu arada ustozimga shogird tushdim. Ustozimiz bizga juda ko'p narsalar o'rgatdi, bu sohada bilimlar berdi, asos andozalarni yaratishni o'rgatdi, biznesni qanday yuritishlarni o'rgatdi. Ustozga to'lagan pulimga hech qachon achinmadim. Men o'sha pulni o'qish davomida chiqarib oldim. Chunki men shogirdlar olishni boshlab, darsliklarim tayyor edi. Darsliklar berishni boshladim. Shu bilan hozirgi kunda mana shogirdlik kursini bitirish arafasida turibmiz. Xudo xolasa, ustozimga katta rahmat aytaman. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Sizdan mana o'qishning erta kechi yo'q. Mana 50 ga borayotgan bo'lsam ham, lekin hali shunaqangi bilimga chanqoqman. Shunaqa o'zimda ustimda ishlashni xohlayman. Yana ham ko'proq rivojlanishni xohlayman. Hozirgi kunda juda ham imkoniyatlar keng. Mayli, endi hechdan ko'ra kech bo'lsa ham o'rganishda davom etyapman. Mana Nargiza juda ham ko'pchiliklar aytadi, menga hali o'sha kech emasmi? Necha yoshsiz desam 40 yoshman, 45 yoshman deydi. Mana siz salkam 50 ga yaqinlashib qoldingiz, lekin hali ham ilm olishdan to'xtaganingiz yo'q-da. Mana hozir menday kursni tugatib, yana qaysidir kursda o'qiyman, keyingi kursingizda o'qiyman deb juda ham ko'p aytasiz-da kursning ichida. To'g'rimi? To'g'ri. Bu sohada o'z umuman bilim olishda erta kechi yo'q.
50 ga borayotgan bo'lsam ham menda hali bilim olishga juda ham ishtiyoq baland. Qaynonam ham aytadi, sen bilim olishdan to'xtaysanmi, yo'qmi deb. Yo'q, aya, endi boshladim bilim olishlarda deyman. Allohga behisob shukr, shunchalik imkoniyat berilgan hozirgi kunda. Mana yoshim katta bo'lib qoldi, o'qisammi, yo'qmi deydigan ayol qizlarimizga o'qinglar, hech qachon bilimda ziyoni tegmaydi, foydasi tegsa tegadiki, kechamas, o'qish kerak. To'g'ri aytasiz. Ayol kishi uchun, ayniqsa qiz bolalar uchun bu eng kerakli kasb. Hattoki uyda o'tirib ham, meni turmush o'rtog'im ishlashga ruxsat bermaydi, ko'chaga chiqarishga ruxsat bermaydi. Nima ish qilsang, uyning ichida qilgin deydi. Aynan ayol kishi uchun hozirgi kunda rosa onlaynlar ham rivojlangan, to'g'rimi? To'g'ri. Onlayn tarzda ham, onlayn ateliye qilib ham uyda o'tirib, mijozni qomatini, mijozni o'zini ko'rmasdan turib ham bemalol qanchadan qancha daromad qilsa bo'ladi. Xuddi shunday. Hozir bizga asos andaza o'rgatgan ustozimiz bittada qolibday tushadi. O'shaning uchun o'qigan odam hech qachon ziyon qilmaydi. Mijozlarning oldida ham ikkilanib qolmaydi-da. Mana siz qarang, avval menga kelib asos andozani o'rgangansiz-ku, shu asos andozani o'rganmasingizdan avval ham asosdan foydalanarmidingiz yoki maton ustiga bicharmidingiz? Men oldin ham asos andazasidan foydalanganman. Bitta anaqani bilardim, bitta asos andazani bilardim. Ustozim. Bez primerka tikarmidingiz shunda ham yoki primerka qilarmidingiz mijozni ustida? Primerka qilganda qilardim, bez primerka ham tikar edim. Lekin mana bu sizga kelib xohlagan fasoningizga chiqara olarmidingiz? Chiqarishga harakat qilardim, ko'pini tavakkal tikib ketardim. Hozircha o'rgangan asos andozalaringiz qanaqa chiqyapti? Hozirgi o'rgangan asos andozalarimiz juda ham zo'r, qolipday tushadi. Keyin modellashtirishlar ham ko'p berilgan sizda, ko'proq o'rganib, ana amalda bajarib tajriba orttirdik. Mana boya aytdingiz-ku, programmam yo'q edi. Nimadan o'rgatishni bilmasdim o'zim bilan deydi. Aynan bizni o'rgatish metodikasida men metodologiyam beraman. Qaysi darsliklarni birinchi oy, qaysi darsliklarni ikkinchi, uchinchi oy ketma-ketliklarida juda ham ko'pchiliklar aytadi, aynan sizda o'qiganimdan keyin men darsim o'tishim yengillashdi, oson tushuntiraman deydi. Sizda qanaqa bo'ldi bu jarayon? Menda ham xuddi shunaqa. Hozir o'quvchilarim bilan dars o'tish jarayonimiz juda qizg'in o'tadi. Sizdan olgan bilimlardan foydalanaman. Mana metodika tayyor bizda darsliklar. Birinchi dars nima o'tiladi, ikkinchi dars nima o'tiladi, hammasini bizga qo'llanma qilib berganingiz uchun bizga juda ham oson o'quvchilarga dars berish. O'quvchilaringizning natijalari qanday? O'quvchilarimiz ham zo'r, yaxshi. Aytadi, ustozdan o'tmagan shogird shogirdmas deb. Ustozni yaxshiligini qarash uchun birinchi uni odobiga va shogirdini shogirdiga qaragin deydi-da. Shogirdlaringiz necha oyda o'zlari daromadga chiqyapti? Hozirgi kunda o'zlari bemalol zakaz buyurtmalarni qabul qilib, o'zlari bichib tikyapti. Nechinchi oyda shunday darajaga chiqyapti? Endi ular hammasi har xil. Birinchi oydan ham, bir haftada ham o'zlariga ko'ylak tikib olayotganlar bo'lyapti. Endi o'zlarining harakatiga bog'liq. Daromadga nechinchi oy chiqishyapti? Daromadga shu birinchi oy ham chiqqani bor, ikkinchi oyda ham chiqqani ham bor. Zo'r. Tikuvchilikni hunarni o'rganib, bu birinchi oydan daromadga chiqish, bu juda ham ajoyib. Shunday shogirdim bor, hech ishlab pul topmaganda, mana shunda yaqinda aytadi, Nargiz opa, qo'shnimga ko'ylak tikyapman. Qanchaga tiksam bo'ladi deydi. Ha, shunchaga tik dedim. Tikib olib borib kiyg'izib ko'rsa, yaxshi turibdi. Pulini bersa, Nargiz opa, bu pulimni umuman ishlatgim kelmayapti. Boshqacha o'zimga bu pulim deyapti-da. Hech men pulni qadriga yetmas ekanman. O'zim topgan pul boshqacha o'zimga anaqa zavq berdi deyapti-da. Nargiza, eng qimmatga olgan zakazingiz qancha summada bo'lgan va buni tikish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Eng qimmat zakazlarimiz shu ansambllar bo'ladi. Unda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ladi, vaqtida bitkazib berish kerak bo'ladi, qo'l bezaklari bo'ladi. Qiynalib tikkan narsalarimiz bitgandan keyin mijozimizga zo'r turib, yaxshi turib, mijozni o'ziga yoqsa, biz xursand bo'lamiz. Qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. Yana ham ko'p tikkiz keladi shunaqa paytda. Yaxshi ham shu kasbni to'g'ri vaqtda, to'g'ri qaror qabul qilgan ekanman deymiz. To'g'ri, lekin men bu tikuvchilikdan tashqari ham ko'p ishlar qilib ko'rganman. Lekin aynan aylanib mana shu tikuvchilikka kelib to'xtaganman. Chunki nimasi yaxshi bu tikuvchilikda biz pulni orqasidan chopmaymiz-da. Pulni o'zi bizdan ham shunday har xil ishlarni qilib ko'rdim. Qaynonam menga har xil imkoniyatlar yaratib berdi. Mayli, uni qilib ko'r, buni qilib ko'r dedi.
lekin Yaxshi, juda ham ko'pchiliklar qaynonam menga qarshi bo'lishadi dedi. Yaxshi, sizni qaynonangiz qaynona meni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan ekan. hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Hozir ham mana qaynona ayam uyda duo qilib o'tiribdi. Mayli, yaxshi o'qitgi, meni professor kelinim deb qo'yadi. Shu qaynonam duolari bilan shu darajaga erishyapman. Ayamga ham katta rahmat aytaman, borlariga shukr. Meni shunchalik qo'llab-quvvatlab turgani uchun. Zo'r. Mana shunday qaynona oyijonlarimiz ko'paysin. Ilohim. Har doim kelinini mana shu rivojlanishi uchun o'zlarini hissalarini ruxsat berib qo'yganlarni o'zlari katta gap. Chunki kelini bu qiz farzandimizdek bo'ladi-da. Shunday. Kelini rivojlansa, bu ayol kishi rivojlansa, jamiyat rivojlanadi deydi. Demak, kelini rivojlansa, ertaga bo'lajak avlodi, ya'ni nabiralari ham, ular ham o'qimishli bo'ladi. Shunday. O'zida bor narsani beradi-da farzandiga, to'g'rimi? Shuning uchun kelinlarimizni, qizlarimizni hunar bilan o'rgatib, ularni o'qishini ta'minlashimiz kerak. Shunday. Qaynonam o'zi hozir ham mana 76 ga kirgan, qanaqa yangi kitob chiqibdi deydi. Ya'ni menga ko'ylak olib bermanglar deydi. Menga kiyim olib bermanglar, faqat kitob olib beringlar deydi. O'zi juda ham o'qimishli bo'lgani uchun shu o'qiganlarni yaxshi ko'radi. Nargizaxon, mana shu 29 yillik tajribangiz ichida qanaqa eng katta qilgan xatoyingiz bo'lgan va nima uchun aynan mana shu xatolarni to'g'irlash uchun nima qilgansiz? Kiyim tikkanimda xatolar bo'lib turgan. Masalan, sal noto'g'ri bichilgan bo'lishi mumkin, yo bo'lmasa oldinlari dazmollarimiz bilasiz-ku, yopishib qolardi, kuydirib qo'yardi. O'sha paytlar bitta ikkita kiyim kuydirib qo'ygan vaqtlarimiz bo'lgan. O'shanda biz ideya qilib, o'sha kuygan joylariga nimadir qo'yib, kombinirovat qilib qo'shib ko'ylaklar materialni undan chiroyli fasonlar chiqarganmiz. Menimcha bunaqa kuydirib qo'yishlar hammada bo'lgan bo'lsa kerak. Avvalgi hozirgi chiqqan dazmollarimiz bizda juda ham zo'r, parni dazmollarimiz, tagida buni podoshvalari bor. Aynan matoni umuman o'ziga yopishtirmasdan, kuydirmasligi uchun zo'r dazmollarimiz chiqqan, chevarlarimiz uchun. Avvalgi soyuz paytidagi, biz yoshligimizdagi o'sha aynan tikuvchilikka qadam bosib, biz tikuvchilikni o'rganayotgan paytimizdagi dazmollar yupqa sintetika matolarni shifon, organzalarga agar ozgina issiqligini ko'paytirsangiz, shuna bo'lsangiz kuyib qolardi-da. Bunaqa jarayon bizda ham juda ham ko'p bo'lgan, lekin ishoning, biz yaratuvchimiz-ku, aynan mana shu paytda o'sha siz aytgandek boshqa kombinirovat qilib, boshqa matolarni qo'shib, boshqacha fason yaratib, avvalgi birinchi tikmoqchi bo'lgan fasonimizdan ham chiroyli fasonlar yaralib qoladi, to'g'rimi? Shunday, xuddi shunday. Juda ham chiroyli fasonlar yaraladi. Ko'p tikuvchilikka kelayotgan qizlarimiz bittada kuydirib qo'ysa yo buzib qo'ysa, tikish qilmayman deb ketadi-da. Unaqa qilish kerak emas. O'zini ustida ishlasa qo'rqmaslik kerak. Qo'rqqan odam tikuvchi bo'la olmaydi. Bu juda jiddiy narsa emas, material bu, odamning joni emas, masalanda. Boshqa sotib olib kelib tiksa bo'ladi yana. O'shanday deb aytaman. Qo'ysak, avilobga kirgizib qo'yishadi yoki qaychida kesib qo'yishadi-da. Ana o'shanaqa paytda hozir nimaku bozorda unga qo'shadigan hamma narsa, furniturada hamma narsa topsangiz bo'ladi. Ishoning, o'sha birinchi qilmoqchi bo'lgan fasoningizdan ham chiroyli fason bemalol yarata olasiz. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Bemalol bichib, xohlagan fasoningizni o'zingizda, mijozingizning qomatida, standart, nostandart, individual qomatlarda bemalol bichib tiksangiz bo'ladi. Inson qilgan ishni albatta inson qila oladi. Shunday. Nargizaxon, mana shu 29 yil davomida aynan mana shu tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanganingizda sizda ham bo'lganmi shunaqa payt? Bu kasb men uchun emas ekan, undan ko'ra boshqa kasbni egallasamchi deb qaytib boshqa kasb bilan, nima bilandir shug'ullangan paytingiz ham bo'lganmi? Bunaqa vaziyat bo'lgan menda. Bitta emas, bir nechta ishlarni qilib ko'rganman. Lekin baribir qalb kasbim tikuvchilik ekan. Baribir oxir-oqibat tikuvchilikka qaytib keldingiz. Tikuvchilikka qaytib keldim. Tikuvchilik hozir tikish qilmasam, anaqa qandaydir dunyodan uzilgandek bo'laman-da. O'zim tikish qilsam mazza qilaman, dam olaman. Qanaqa qilib vaqtida bir paytlari tikkanman, kechasi bilan tikkan vaqtlarim ham bo'lgan, tongda otganini bilmay qolganman. Shunchalar berilib ketganman tikishga. O'sha men hali tikib o'tiribman, quyosh chiqayapti-da. Shunchalik berilib ketgansizlar. O'z tikuvchilarga tekkan kasallik bu. Hozir tugatib olay, bitirib olay deb natijasiga qiziqamiz-ku biz. Tikayotgan libosimiz qanaqa chiqar ekan, mijozning ustida qanaqa turar ekan deb. Ayniqsa o'zimiz uchun bo'lsa, qayergadir biron joyga, mehmonga boradigan paytimizda yarim soat qolganda bizda fason paydo bo'ladi. Ideya paydo bo'ladi. Yarim soat oldin yugurib kirib
chevar xonamizga o'zimiz uchun liboslar tikardik. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? bo'lgan. Bitta misol, ana qizimni to'yi kuni ertalab soat 5 da turgan bo'lsam, qizimga bitta вечерni ko'ylagi bitmay qoldi. Uni bitqizdim. Undan keyin o'zim to'yga kechgalik ko'ylagim yo'q. Abaya bilan ichki bazasini tikdimda, obedgacha 12 gacha bitqizdim o'shani. Shunaqa payti qandaydir qayerdandir Alloh kuch beradi-da. O'sha to'yga yaqin bitqizdim, hammasiga ulgurdim. Aynan mana shunaqa payt shoshilinchda tikilgan kiyim har doimgidan ham Zo'r zo'r chiqadi va shuni eng ko'p kiyamiz. Shunday, Sizda ham shunaqa bo'ladimi? shunday, xuddi shunday. O'sha ko'ylakda masalan haligacha kiyaman. Nargizaxon, mana kursda tahsil olganingizda, kurs davomida olgan bilimlaringizdan eng ko'p sizga foyda bergan darsliklar qaysi biri? Asos andoza yaratish. Har xil turdagi kostyum shimlardagi, trikotaj materiallardagi. Uni mana shu faoliyat davomida siz qo'llab qanday natijalarga erishdingiz? Qo'llab yaxshi natijalarga erishdim. Masalan, oldin bitta andozadan foydalangan bo'lsam, hozir har bir fason uchun alohida o'ziga yarasha asos andozasi yarataman. Shogirdlarimizga ham shuni o'rgatamiz. Mana siz mani universal kursimda o'qigansiz. Universal kursimizda ayollar, erkaklar, bolalar liboslarini asos andozalarini chiqarib, ularni modellashtirib, tikilish texnologiyasini o'rgangansiz. Va uni yakunlaganingizdan keyin, natija olganingizdan keyin mana shogirdlik 2.0 guruhimga yozildingiz va mana shuni hozir bitirish arafasidasiz. Aynan u kursimizda qanday natijaga oldingiz? Bu shogirdlik kursida qanday? Ikkalasini orasida farqi nimada bo'ldi sizda? Onlayn kursda men asosan darsliklar oldim. Asos andoza yaratishlar, modellashtirishlar, bichib tikishlarni o'rgandim. Shogirdlik kursida esa juda ham zo'r bilimlar berdingiz. Bu yerda Instagram yurg'izish, Telegram yurg'izishlar, qanaqa qilib syomka qilishlar, qanaqa qilib reklamalar joylashlarni, qanaqa qilib daromadga chiqishlarni o'rgatdingiz. Mana shularning hammasidan foydalandim. Hozirgi kunda mana shu sizda shogirdlik kursida o'qiganimdan keyin o'zimiz Jizzax shahrida Nara School o'quv markazini ochganmiz. Hozirgi kunda men ham shogirdlarimga offlayn dars beryapman. Rahmat Nargizaxon, bugungi taklifimizni rad etmasdan bugungi suhbatga kelganingiz uchun minnatdormiz. Rahmat. Sizni ishlaringizga omad tilayman. Aytadi, ustozdan o'tmagan shogird shogirdmas deb, ilohim bizdan ham o'ting. Shogirdlar soni bizni shogirdlarimizdan ham ko'p bo'lsin. Keyingi suhbatdoshimiz bizni shogirdlik kursimda tahsil olayotgan Otamuradova Marhabo. Marhaboxon, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Rahmat ustoz, xushvaqt bo'ling. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor sizga rahmat aytmoqchiman. Shu darajalarga yetib kelishimda sizni mehnatlaringiz juda ham katta. Men ismim Marhabo Abdujalilovna bo'laman, familiyam Otamurodova. Tikuvchilikka juda ham mehrim baland. Bolaligimdan chok bilan doimiy ravishda mashg'ulman. Lekin nimadir yetishmayotgandek, nimalardir yana tag'in qilishim kerakligidek tuyulaverardi menga. Keyin shu bolalar bilan mana qanchadir vaqtlar o'tdi, lekin chokimni qo'ymaganman. Bir kun o'sha telefondan sizni kuzatib qolib, ko'rib qoldim. O'sha siz webinar o'tkazayotganingiz o'sha payti. Keyin juda o'qish istagi kuchli paydo bo'ldi menda, lekin sharoit u payt to'g'ri kelmadi. Keyin lekin baribir anaqa niyatim ketgan ekanda, baribir o'qiyman shu ustozda. Shu ustoz meni ustozim bo'ladi deb ichimdan o'sha Allohga ketgan ekanda, demak 1 yil vaqt o'tib o'tmay men sizni kurslaringizga yozildim. Mana hozir O'zbegim sarposi kursini Siz tugatdim. meni onlayn kursimga yozilgansiz. Ha, Onlayn albatta. kursimda 3 oy mobaynida tahsil olgansiz. VIP yo'nalishida. VIP tarifida o'qigansiz. Kurator shaxsan o'zim Ha, bo'lganman. shaxsan o'zingiz bo'lgansiz. Nima uchun aynan VIP tarifiga yozilgansiz? Hozir Bu aytib beraman. standart tariflari bor, biznes tariflari bor, VIP tariflari bor. To'g'ri, har xil tarif bo'lgan bilan o'quvchini o'zida tanlovi. Demak, siz aynan Albatta, VIP tarifini albatta. tanlagansiz. Albatta. Men o'sha joydachi hozir ham bo'lsa chiroyli va o'sha to'g'ri qarorni qabul qilganimdan o'zi baxtiyorman-da. Shu telefon qildim, sizni admin qizlar, shirin ovozli qizlar ko'tardi telefonni. Keyin telefonda gaplashyapman. O'sha o'qimoqchiman. Ular tushuntirdi yaxshilab. Onlaynda siz nima, anaqa bo'ladi, qanaqa bo'ladi, offlayn tarzda qanaqa bo'ladi tushuntirdi. Offlayn o'qiyman dedim. Endi men bilmadim onlayn qanaqa bo'ladi.
o'rgana olamanmi yo'qmi, men endi maqsadim siz yoningizga kelish edi u payt faqat. Hatto ishonasizmi, nima dars o'tishlaringizni ham ko'rib chiqmaganman vebinaringizda ham. Ha, maqsad mani yonimga Yo'q, kelish o'qish bo'lgan. bo'lmagan, bunday nimalarni o'rgatar ekan bu yerda degan qiziqish bo'lmagan. Men faqat oldingizga kelish bo'lgan. Borsam Shuning uchun nimadir ham- o'rganaman deb Albatta, o'ylagansiz. albatta shunaqa deb o'ylaganman. Kelsam bo'ldi. Shuning uchun onlayn umuman o'ylamadim birinchi. Offlayn. Yo, offlaynga boraman. Keyin ular tushuntirdi, onlayn ham juda yaxshi bo'ladi. Siz xohlagan paytingiz ko'ra olasiz. Sizni mana 4 ta bolajonlaringiz bor ekan. Rahmat, o'sha payt qanaqa tanlov tanlashni bilmay turganingizda shu qizlarni ham gapi bilan ham Tavsiya qilishganda. tavsiyasilari bilan shu plyusini ham minusini ham har tomonlamasini tushuntirib, keng miqyosda tushuntirib bergandan keyin, ha, to'g'ri. Har safar men bora olmay qolsamchi, darslarim qolib ketadimikin? Keyin bolalar bo'lgandan keyin uyda har xil oila sharoiti bo'ladi. Mehmon keldi, ketdilar bo'ladi. Mabodo kela olmay qolsam, qanaqa bo'lar ekan degandim. U qiz aytdiki, agar onlaynda tanlasangiz, xohlagan paytingiz videoni ochib ko'rishingiz mumkin. Keyin necha marotaba ochib ko'rasiz, o'zingizga vaqt topgan paytingizda o'rganaverasiz. O'zizga qulay deydi-da. vaqtni Ha. tanlaysiz va videolarni qayta ko'rish imkoniyatiga Ha. egasiz onlaynda. Bemalol ko'raverishingiz mumkin dedi. Keyin men o'shanda hech ikkilanmadimki, sizda tushuntirish qobiliyati, yetkazib berish qobiliyati, pedagogik ustozligingizni ham anaqa yaxshi baholaganman-da shunda o'zim. Yo, yetkazib bera oladilar videolarda bo'lsa ham deb o'ylaganman, lekin hech ham darslaringizni ko'rmaganman u payti. Faqat vebinaringizni 2 marotaba tomosha ko'rganman. Shuni ham o'tkazib. Men kitob o'qishni yaxshi ko'raman-da, kitobga yaqin ayolligingizni his qilganman. Siz ham keyin mana bilsam kitoblar o'qirkansiz, kitob o'qishni yaxshi ko'rar ekansiz. Badiiy adabiyotdan so'zlaringizda ham foydalanasiz-ku. Yo'q, juda ham yaxshi qaror qabul qilganman. Menda o'sha payt pul kam edi. Pulim yetishini, yetmasligini ham o'ylamadim. Shu Allohim o'zingga tavakkal dedim. tanlagansiz? O'sha siz u yerda siz bilan jonli 3 tami 4 ta anaqa uchrashuvimiz bor edi. O'zingiz kuratorligingiz ikkinchisi bo'lgan, uchinchisi oxirida bir chiroyli bizga dasturxon anaqa va'da qilingan edi. Mehmondorchilik va'da qilingan edi. Mana hamma o'sha siz tomonidan berilgan va'dalar hammasi qilindi. Mana o'qish tugatdiganku. Eng esimda qoladigani o'sha Simsim restoranda biz o'tirganimiz, sizga yonma-yon o'tirganim, keyin o'ynab, bu yerda chiroyli pozitiv networking ko'pchilik o'zim qatori menga o'xshab chokni yaxshi ko'radigan, chokni sevadigan, shuni ichida yashayotgan qizlar bilan tanishganim yoqqan. Dasturxon juda ham zo'r edi. Endi qarang, juda ham ko'pchiliklar aytadi-da, aynan boshqa narsani o'rgansa bo'ladi, lekin tikuvchilik kasbini onlayn tarzda o'qib o'rgansa bo'ladimi deb savol berishadi-da. Shuni ozgina tushuntirib ketsangiz, onlayn o'qib ham To'g'ri. o'rgansa bo'larmikan? To'g'ri, haqiqatan qanaqa o'rganamiz? Bir xillarda endi negativ fikrlar ham paydo bo'lib qolganda, o'qidim, o'rgandim, hech narsani o'rgana olmadim deydi. Bu yerda endi bitta tomonini aytaman. Masalan, kurator o'zingiz bo'lsangiz ham, boshqa institutlar ta'limotida o'qisangiz ham, boshqa joyda o'qisangiz ham, sizni mana shuni qiling deb anaqa nima qilib turadigan ustoz bo'lgan taqdirda ham o'zingizga bog'liqda ko'p narsa. Siz yozyapsizmi, qilyapsizmi, shuni qilib ko'rib savollar paydo bo'lsa, murojaat qilsangiz, o'sha 3 oy mobaynida siz kuratorlik qilgansiz. Hamma joyda o'zimizga bog'liqda. Qizlar masalan, hozir hammada savol bo'ladi, har xil onlayn darslar bor, to'g'ri. Hamma ham yetkazib bera olmasligi mumkin. Tushunchasi, qabul qilishi har xil bo'lgani uchun ham eshitganman, bo'lishi mumkindir. Onlayn o'qib ko'rdim, hech foyda olmadim deydi. O'zingizga bog'liq. Keyin ichingizda bitta narsa aytadi. Shu ustoz menga tushadi, men bularda yaxshi o'qiy olaman. Tushmagan anaqani siz xuddi video reels kuzatib turganingizday, sizga yoqmagan narsani o'tkazib yuborasiz-ku. O'zingizga tushganini toping avval. Yaxshi ustoz tanlay olishingiz kerak deb o'ylayman. Undan keyin u ustozni yaxshi ko'rasizmi? Har bir so'zlariga e'tiborni qochirmay qarab turasiz, diqqat qilasiz. Uni qilayotgan harakatlarigacha ham, o'sha so'zlariga, berayotgan bilimlariga siz o'zingizda tahlil o'tadi-ku baribir. Qanaqa bo'ladi, to'g'ri bo'ladimi, yo'qmi, hammasini qabul qilib turasiz-da, o'zingizga yoqqan ustoz bo'lsa, sizga tushadigan ustoz bo'lsa. Bu yerga kelgancha ham maqsadim aniq emas edi men. Maqsad qo'yishlarni o'rgandik mana shogirdlik kursida. Internet tarmoqlarida qanaqa rivojlanish kerak? To'g'risini aytsam, qiziqmasdim men umuman internetga. Instagram nima, Telegram gruppam bo'lardi. Unda ham bir tomonlama muloqot.
men tikkanlarimni Faqat tashlab berasiz. tashlab turaman. Auditoriya bilan suhbat yo'q, yo'q. yo'q. Ular nimaga qiziqadi? Yo'q. Ular uchun shu foydali bo'ladimi? Kerakmi, nokerakmi? Yo'q. Prosta o'zingizga yoqqan Men tarafdan faqat. Ular kuzatib turardi. Bitta bo'lsa layklar, o'shanga ham xursand bo'lib qo'yaverardim. Yo'q, bu berish ham maza, lekin berishdan keyin olish ham ikkalasi mana shunaqa bo'lsa, u yana ham zavqli bo'lar ekan shu jarayonlar. Mana kirib kelgunimcha ham o'sha shogirdlik kursini boshlaganimizda ham nima edi o'zi bu, nima qilyapman o'zi degan fikrlarim o'tganda. Mana endi hozir videolar olib, mana shu olgan videoyimdan kimdir hozir mana ko'pchilik internetda o'tiradi-da. Uyda o'tirgan ayollar ayniqsa, bundoq ko'radi-da, mana shunaqa qilsa bo'larkin deb o'rganib olishi bu yaxshi narsa. Internetdan ham mana shu telefonda ham juda ko'p foydali tomonlari bilan birga zarar tomonlari ham bor. Keling biz tanlaylik foydali tomonini. Sizga nima kerak? O'sha chok bo'yicha menda hozir juda ko'p to'lib ketgan chok nimasiga bog'liq ma'lumotlarni ko'p yaxshi Juda ko'raman. ham ko'p foydali reelslar olasiz. Mana ko'raman. Aynan bitta reels Harakat qilaman orqali ustoz. sizga qancha podpischilar keladi. To'g'rimi? Ana o'sha qo'yayotgan reelslaringiz boshqa tikuvchilar uchun juda ham ko'pchiliklar bilmaydi. Bilsa ham boshqa metodda bilishadi. Aynan bular o'rgatgan metodi siz uchun eng qulay, eng osoni bo'lishi mumkin. Siz ham o'sha metodni qilsangiz kerak, lekin boshqacha, sal qiyinroq usuli bilan. Aynan bular Shunday. ko'rsatgan reelsda masalan juda ham foydali ma'lumotlar Chiqib berasiz. qolishi mumkin. Prosmotrlari ko'p bo'ladi. Aynan bularni qayerda o'rgangansiz? Mana shu shogirdlik kursiga kelib o'rgandim. O'g'lim bilan ko'p tortishardim. Nima qilasan telefonda deb. Men o'zim telefonga bog'lanib, hozir o'sha videolar olish jarayoniga men ham qaytib kirib ketib qolganimni bilmayapman. Lekin o'sha har safar har doim o'zingiz tahlil qilasiz, to'g'ri yo'ldamanmi, yo'q, to'g'ri yo'ldaman. Men o'sha o'zimni mastersam Alloh solgan o'sha anaqa bilan, iqtidorim bilan kimlargadir men yordam bera olsam bu baxt-ku. Bitta Albatta. inson meni kuzatsa ham men o'sha yo'ldan ketaman baribir deyapman-da hozir. Kimdir qiziqish bildiryapti-yu, kimgadir kerak ekan-ku mana shu kasbim deb o'ylaysizda. O'zim ham hozir ham o'qishdaman. Doimiy o'qishda bo'laman, Xudo xohlasa. Kimdir o'sha siz aytgandek foydali ma'lumot, voy mana qilsa bo'lar ekan. Keyin onlayn o'qidingizmi, offlayn o'qigingiz ham kelib qolar ekan. Chunki ustoz yonida, ustozni o'qituvchilarini yonida, bularni jamoasida bichishlarni, mana andazani qurasiz. Tikishlarni ham siz bilasiz texnikalarini, lekin baribir ham shu bichish, shu libosni tugatguningizcha nimalardirni yana qo'shimcha o'rganasiz-da. Yana mana bunaqa bo'lar ekan, mana shunaqa bo'lar ekan deysizda. Shu bittagina o'rgangan narsangizni o'zingizni bir nimangizda qo'llasangiz agar, anavi ilgarigi yaratgan libosingizdan bunisi yana idealniy chiqsa, yana xursand bo'lib ketasizda. Keyin yana qo'llab ketaverasiz. Bu endi bitta narsa uchun narsani aytyapman hozirchalik. Bu yerda qancha narsa o'rganish mumkin. Shuning uchun ustoz yonlarida shogirdlik kursi ochilayotganini eshitib, bir niyat qildim o'zi o'qiyman deb. Nima uchun aynan malaka oshirish kursi emas, yoki kostyum shim kursi emas, oqshom liboslari kursi emas, yoki universal kurs emas, aynan shogirdlik kursimga yozilishingizga nima sabab bo'ldi? Nima turtki berdi? Menchi doimiy tikish qilib o'tmayman degan narsa paydo bo'ldi menda. Doimo tikish bilan klient mana Tikuvchi juda bo'lib yaxshi, qolib ketmaydi tikuvchi degansizda. bo'lib qolib ketmayman deb o'yladim. Keyin ustoz bo'lishni vaqti kelib o'quv markazi ochsam, o'zimni yurtimda atelyelar ochsam, meni brend yaratishlarni o'rgandik bu darslarda. Shu nomni ostida meni o'sha nomimni yaratgan brendimni nomi ostida o'zbeklarga xos bo'lgan liboslar yaratilishini xohlayman. Nafaqat O'zbekiston, dunyolarga chiqishni xohlayman. Chunki bizda rosa ham baza ko'pda. Milliy naqshlarimiz deysizmi? Nima desam, nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zimizga xosligimizni, o'zbekligimizni anglatib turadigan narsalarni liboslarimda Xudo xohlasa kelajakda jonlantirishni, ko'rsatishni xohlayman. Shunaqa chevarlarning ishlarini kuzataman, xursand bo'laman. O'zbekiston uchun xursand bo'laman. O'zim uchun, faxrimiz uchun xursand bo'laman. Chet davlatlarga chiqqanlar. Inshaalloh menga ham agar nasib qilsa, Alloh yo'limizni ochsa, men ham bir kun qadamlarim o'sha joyga yetadi. Bu shogirdlik kursini tanlashimdan maqsad yana o'sha sizni yaxshi ko'rganim bo'lgan. Nima o'rgatyapti, nima o'rgatarkin, nega ko'proq qiziqmaganman-da. Men chevarchilikni o'rgansak kerak deganman boshida. Keyin yo'q, chevarchilik shu tavakkul qilganimni qarang, qo'rqmasdan 2-3 dars o'tganimizdan keyin yo'q, bizda chevarchilik darslari o'tilmaydi. Bizda
shu Biznes biznesim, darsliklari. hatto aytgansiz, men o'zimga raqobatchi tayyorlayman bunday olganda. Nima ish qilaman, qanday pul topaman, o'sha biznesimni o'rgataman degansiz. Ha mayli, men shu joydamanmi, shu joyda menga kerak bilimlar baribir bor deb yana bizga juda ko'p video darslar tashlab berildi. Bu shogirdlik kursini juda ham imkoniyatlari katta. Aytganimdek, faqat o'zingiz harakat qilib, o'zingiz natijaga yetishni xohlab, harakatdan to'xtamasangizgina natijaga erishasiz. Bu Hozir ustozda ham, boshqa ustozda bo'lsin ham shunaqa bo'ladi. Qanaqa Hozirgi kunda o'qitishlar? aynan mana shu shogirdlik kursida o'qib, qanday natijalarga erishdingiz? Kursga birinchi darsimizda qatnashib ketgan kunimdanoq menga 6 ta o'quvchilar, shogirdlar yozilgan. 6 ta qizlar yozilgan. Ular ham o'zim qo'shnilarim, o'sha chokka qiziqib turgan, keling mana shu uyda o'tirib ham nimadirlarni qilaylik degan qizlar yozilgan. Darrov hayron qolganman birdaniga. Odamdachi duh bo'lmas ekanda. Menda duh o'sha paydo bo'lgan. Bularga kelib, ustozga kelib, o'qita olaman men ham. Bular meni qo'limdan ushlaydi, men ulardan ta'limlarni olaman va o'z vaqtida beraveraman, o'zimda ham mustahkamlanadi. Shu jarayon hozir menga yoqib turibdi. Agar o'quvchilarni o'qitish borasida ulardan ham qanchadir savollar paydo bo'lib qolar ekan, qanday javob berishni o'ylab, уже miyada mustahkamlanib boraverar ekan. Keyin biz podiumga chiqdik. Kursdoshlarimiz bilan birgalikda Sharqona School o'quv markazi nomidan chiqdik. Bu juda ham katta faxr. Meni olib ketgani xo'jayinim, qizlarim yonimga keldi o'sha kuni. Ular ham kuzatib turibdi-da, ularni ham yonimdaligi yana ham meni baxtim. Shu joylarga nasib qildi, taqdir qildi. U yerda libos men uchun yangilik bo'lgan libosni yaratdik. O'quvchilar oldim, mana Instagramimni rivojlantiryapman, u orqali qancha tanishlar orttiryapman. Networking, har kunim networkingdan iborat. U yerda bitta podpischiga yoziladi. Menda mas'uliyat yana uyg'onaman-da, yana mas'uliyat paydo bo'ladiki, marhabo, endi nima qilasan? Endi nima berasan? Sizga mas'uliyat ham yuklaydi-da baribir. Lekin bu yoqtirgan kasbingizda yashasangiz shunday, baribir yoqimli jarayon. Marhabo, bu kasbni tanlaganingizdan afsusda emasmisiz? Yo'q, hech qachon afsuslanmaganman. Faqat qiyinchiliklar bo'lgan paytda o'sha bilim yetishmasligi bo'lar ekanda bizda. Libosni chiroyli chiqarib berish kerak. Sizda qandaydir bilim yetishmagandan hatto kaftlarimgacha terlab ketib, mijozni qanaqa qilib xursand qilib kuzatib yuborish kerak. O'sha joylarda qiynalishlar bo'ladi, lekin bir pastlik u men uchun. Yana ketadi, yana mashinamni oldiga tortaman. Juda ham ko'pchiliklar mana shunaqa qiyinchilik paytida, voy, bu chevarchilik men uchun emas ekan, bu juda ham qiyin kasb ekan, meni bardoshim yetmaydi deb juda ham ko'pchiliklar tashlab ketadi-da. Mana shularga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Men uchun emas degan qizlarimizgami chevarlikni? Ana birinchi tanlaganda qiyin fasonlarni tanlab olishadi, qiyin fasonlarni chiqara olmaydigan, endi tikuvchilikka yoki sabrlari yetmaydi. Ana sirazi qiyin fasonlarni tikisi keladi-da. Ana o'shanda bu tikuvchilik kasbi menga emas ekan deb aytishadi-da. Hammamiz shu tavsiya berasiz? Tezlikni xohlaymiz-da. Kam harakat qilsak-da, kam quvvat sarflasak, ko'proq natijani xohlashadi. O'shaning uchun menimcha sabrlar vaqtida yetmay qoladi. Lekin hech qachon o'ylamang, birinchi zinadan ikkinchi zinaga chiqasiz, ikkinchidan uchinchiga chiqasiz. Hech qachon birinchi zinada turib 5-chi, 10-chi, 15-chi zinalarni ko'zlamang, unga chiqib keta olmaysiz. Siz birinchi zinadan ikkinchi zinaga chiqish jarayonidagi o'sha bular berayotgan yo'llanmalar, darsliklar bormi, uni qilishingiz kerak. Chunki avtomatik keyingilarga bular bog'liq. Buni o'tasiz, keyin unisini tushuncha hosil bo'lishi oson bo'ladi. Buni bilimi bilan. Uchinchisi shunday, xuddi shunaqa bo'ladi-da. O'sha joyda endi to'g'ri sabrlari yetmasligini yana bitta tarafi, balkim haqiqatdan u uchun emasdir. Mayli, aniqlab olsin-da, ozgina vaqtda bu yo'nalishni tark etsin. Yoki haqiqiyda shu joyda bo'lish kerakligini ichidan o'sha ovoz shunaqa kelsa, his qilsa, sabr qilishlari kerak. Yetadi albatta o'zlari xohlagan natijaga. Sizga o'xshagan, siz kabi ustozlar bo'lsa, albatta yetadi. Chunki sizlarni bosib o'tgan yo'llaringizdan biz sal yengilroq chiqamiz-da. Albatta. Biz uchun ham qiyinchiliklar bo'ladi. Hech qachon qiyinchiliksiz katta marralarni ko'zlamasligimiz kerak.
To'g'ri aytasiz. Marhabo. Hozir mana shu gapingizga men qo'shimcha qilib o'tmoqchiman. Juda ham ko'pchiliklar kursga yozilib olishadi. 2 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 8 oylik kurslarga yozilishadi. Ustoz, meni zakazim bor, zakaz olib qo'ydim. Menga bugun kostyum shim temasini o'tib bering yoki bugun menga korset temasini, oqshom libosdan zakazim bor deb juda ham ko'pchiliklar so'raydi. Men aytaman, shoshilmang. Hamma narsa bu programma avvaldan tuzilgan, puxta tuzilgan programma. Har bitta o'tilgan programmangiz bir-biriga bog'liq. Siz birinchi oydagi programmani o'tmasdan turib, ikkinchi va uchinchi oyga sakrab keta olmaysiz. Chunki o'sha ikkinchi, uchinchi oydagi programmangizni o'tishingiz uchun mana bu birinchi oydagi qo'llanmalarimiz albatta shu jarayonda kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha o'tilgan choklarni, birinchi oydagi o'sha fundament qismi deymiz-ku, ana o'shani puxta o'rgan bo'lsangiz, mana shu chok turlaridan cho'ntaklar, bo'yin обработкалар, plankalar, har bitta tikayotgan libosimizni yig'indisi mana shu choklardan iborat deyman. Shuning uchun shoshilmasdan o'sha ustoz bergan bilimlarni ketma-ketligida o'rganishni tavsiya qilaman. Keyin mana shu uyda o'tirgan ayollarimiz ham bitta ayol kishiga masalan qancha narsa kerak. Ular ham daromad qilishni xohlashadi, pul topishni xohlashadi. Endi odamni o'ylantirgan joyi shu-ku baribir ham. Agar onlayn darsliklaringizni qabul qilib ular o'qishsa ham bo'ladi. Chunki nima deydi, qaysi kursni siz sotib olishingizdan qat'iy nazar birinchi ustoz har doim har bir kurslariga qo'ygan buni. Tikuvchilar bilishi kerak bo'lgan narsalar deyiladi-da. Ishonasizmi, u siz bu narsani 1 oy, 2 oy tikasiz. Xuddi shunaqa narsani bonus uchun tashlaydi har bir kurslarning boshida. Siz uni bilib olganingizdan keyin qolgan darslarni o'tishingiz, o'rganib olishingiz oson bo'ladi. Shu bolangizni uxlatib yo ovqatlaringizni qilib bo'lib oraliqda ko'rib ham tikaversangiz bo'ladi. Boshlanishiga oddiy mashinkadan. Mana bizlar ham shunaqa Janome mashinkasidan sotib foydalansangiz ham bo'ladi. Boshidan chok turlari o'tiladi. Bular aytgandek, ketma-ketligi bilan u albatta tashlanadi. Birdaniga sizga korset berib ketilmaydi-da. Keyin o'rganib olasiz. Bularda modellashtirishlar, har xil turli fasonlar bo'ladigan bo'lsa, ildizi nima ekanligini o'rgataman deyaptilar. Hozir mana bittasi ham anaqa kelgan ekan, qizi bilan qanaqa bo'ladi deb savol beryaptilar. Ustoz javob beryapti. O'sha vitichkalar o'rni qayerlarga ko'chiriladi, qayerlardan olinadi. Asosini o'rgatib qo'ysam, qarangda bu qanaqa yaxshi narsa. Siz o'zingiz qayerdadir ko'rgan fasoningizni qilib keta olasiz. 10 xil narsani o'rgataman desa, 10 xil narsani o'rganganingizdan keyin siz o'sha 10 xil bo'yicha qolib ketadi-da. Xuddi shunday. Juda ham ko'pchiliklar kelishadi-da. Siz kursingizga yozilsam, necha xil fason o'tib berasiz? Kurs davomida necha xilni o'rganamiz dedi. Men aytaman, men sizga 10 xil yoki 20 yoki 30 xil fasonni o'rgatsam, siz mana shu fasonlar bilan cheklanib qolasiz. Men sizga mana shu fasonlarni qanday qilib paydo qilishini noldan boshlab o'rgataman va kursim yakunida siz xohlagan fasoningizni internet tarmoqlarida ko'rasizmi, biron bir mijozingiz ustida ko'rasizmi, inson qomatidagi xohlagan fasoningizni qaysi vichkasi qayerga ko'chirilgan, qanday paydo bo'lgan, xohlagan fasoningizni bemalol yarata oladigan bo'lasiz deb aytaman. Xuddi shunday noldan boshlab diqqat bilan darsimni tinglab o'tirib hamma vazifalarni bajarsa, kursni yakunidan keyin xohlagan fasonni o'zlari bemalol yarata olishadi. Eng yaxshisi bu chevarchilikda aytaymi? Nima deydi? Qaynona qaynotasi, turmush o'rtog'i, bolalari xursand bo'ladi. Hech qaysi turmush o'rtoq erkak kishilarimiz yo'q, chevarchilikda o'rganma deyishmaydi-da. Ko'pchilikka uyda o'tirgan ma'qul keladi. Erkaklarga, dadalarimizga masalan. Uyda o'tirib, siz mayli zakaz tikmang, farzandlaringizga tiking, o'zingizga tiking, qaynonangiz, oyijoningizga tikib bering. Erkaklar boshqalarni o'rganib, turmush o'rtog'ingizga tiking. Shuni o'zida siz juda ham katta natijada turgan bo'lasiz. Juda ham erkaklar rubashkasi deganingizga esimga tushib ketdi-da. Aynan mana shu universal kursimizda rubashka mavzusida, erkaklar shim mavzusida yoki trikotaj mavzusiga kelganimizda, ular o'zlarini turmush o'rtoqlarini o'lchab tikib ko'rishadi. Birinchi standart razmerda qilamiz o'sha o'tirgan va ikkinchisi uyga vazifa o'sha yo farzandiga yoki turmush o'rtog'iga qilib berishadi. Turmush o'rtog'iga qilib bergandan keyin har doim hamma kursimda video tayyorlab jo'natishadi-da. Ko'rib juda ham xursand bo'laman.
ustoz mana boringizga shukur, man hech qachon bir nechtasi aytadida turmush o'rtog'imdan bunaqa rahmat eshitmaganman, manga umrim davomida rahmat demagan, lekin mana shu rubashkani tikib bergandim, bozorga borgandim, bozorga borsam mani turmush o'rtog'im bo'ylari baland, qo'llari uzun, har doim olsa olgan narsasi yo keng, uzunini bo'yiga mo'ljallasa переделка qildirardi. Xayriyat o'zimga loyiq rubashka ham bor ekan, u tikib bera olar Ana ekansan, ko'rdingiz? qaysi kursda o'qiding deb aytadi deydi. Mana shu kursda Sharqonada o'qiyotgandim, aytgandim-ku sizga kursga yozilaman deb. Mana shu desa, mayli davom ettir, keyingi kursingga ham yana pul to'lab beraman deb aytishadi. Shuning uchun Xursand aytaman, bo'ladi. har doim erkaklar rubashkasini o'tganingizda birinchi bo'lib sizni поддержка qilayotgan turmush o'rtog'ingizga tikib bering Bering deyman. deysiz. Sizga har doim yana hamma tomoningiz yashil Xursandchilik. svetofor. Ha, xursandchilik. Bu har bir ayolga yaxshi munosabat olib keladigan xursandchilikda Albatta, baribir. albatta. Har bir ayol xohlaydi, oilasi tinch, shunaqa xursandchilik bilan yashashni xohlaydi. Birinchi o'zimiz xursand bo'lamiz va boshqalarga xursandchilik Ha. ulashamiz albatta. Har bir ayol egnida libosini bitta bo'lishini xohlaydi. Men eng yuraklaringizdagi istaklaringizni topaymi? Bitta bo'lish. Siz o'zingizga o'sha bitta libosni, boya zakaz tikmasangiz ham deyapman, o'zingizga yaratasiz. Hech kimda Hech yo'g'ini. kimda yo'g'ini. Siz shuni xohlaysiz. To'yda ham bitta o'zim anaqa o'ziga xos libosni kiyishni xohlaysiz. Davralarning Mana eng yarating go'zal o'zingizga. malikasi Ha. bo'la oladi. Mana yarating o'zingizga. Qizingiz maktabda bironta bir tadbirga o'zingiz yarating. Bog'chada arzimagan 2 xil 3 xil matoni qo'shib tikib chiqarasiz qizlar andazalarini olib. Bir kun Deb. bitta oqshom libosi yaratdik, detski, yosh qiz bolalar uchun. Va men buni internet tarmog'ida, Instagram, Telegramda ko'rsatib so'radim. Aynan mana shu fasonimizni magazindan, butiklardan olsangiz, qancha narxga sotib olgan bo'lardingiz? Qancha narx turadi mana shu ko'ylaklarimiz desam, juda ham ko'pchiliklar 800 ming so'm, 1 million so'm, $100. Men o'zim ham ko'rganman, nevaramga aynan mana shu fasonni $100 ga ko'rganman do'konda. Va bu materialimizga aynan shu fasonimizni yaratish uchun qancha bizda rasxod ketdi, qancha rasxod qildik desam, juda ham ko'pchiliklar 400 ming, 500 ming, 300 ming so'm deyishdi. Aynan mana shu 2 yoshli qizaloqlarimiz uchun mo'ljallangan oqshom libosi uchun biz 70 ming so'm xarajat qilganmiz. Ko'rdingiz? 70 ming so'm xarajat qilib, o'sha do'konlardagi eng kamida $100 turadigan liboslarni bemalol o'z qo'llaringiz bilan yaratishingiz mumkin. Yaratishingiz mumkin. Ikkinchi joyda yana sizga zo'r qo'shimcha ayollar uchun ham. Demak, bunaqa ekonomika bo'ladigan bo'lsa, oilaviy, moliyaviy anaqa xarajatlaringiz qoplanadigan, ekonomika bo'lib, yana uning ustiga chiroyli bitta bo'lgan libosni kiysangiz, albatta o'zingiz ham xursand bo'lasiz, xo'jayingiz ham xursand bo'ladi, daromadingiz oshadi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Shuning uchun harakat qilinglar. Orzungizdagi libosni o'z qo'llaringiz bilan yarating. Marhabaxon, bugungi suhbatimizni rad etmasdan kelib ishtirok etganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. O'zingizni tajribangiz, olgan bilimlaringiz bilan bizni auditoriyamiz bilan bo'lishib, o'zingizni maslahatlaringizni berganingiz uchun rahmat kattakon. Arzimaydi ustoz. Kimlar uchundir meni ham gapim menga o'sha o'z vaqtida o'zimdan qiyos uyg'ota olsa, mana shu gaplarimiz suhbatimizdan kimlardir o'zida nimadir topib harakatga tushsa, mayli, boshqa ustozlarni tanlashlaringiz mumkin, boshqa onlayn kurslarni, offlayn kurslarni tanlashlaringiz mumkin, lekin baribir odamni uyg'ota olsa, ozgina bo'lsa ham harakatga undasa, biz ham men ham xursand bo'lardim. Albatta. Shuning uchun uyg'onamiz, turinglar. Hayot qaynamoqda. O'z qo'llaringiz bilan uyda o'tirib, bekor vaqtni serial ko'rib o'tirgandan ko'ra, foydali ish koeffitsiyenti bilan shug'ullanganingiz ma'qul. Birgina libosni oddiy 100 ming so'mga materialni olib tiksangiz ham, bozordan $100 ga olib kiygan libosingizdan ham ko'p zavq beradi. Shuning uchun o'z qo'llaringiz bilan o'zingiz uchun va o'z yaqinlaringiz uchun chiroyli liboslarni yarating. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Qarshiboyeva Zulfiya. Zulfiyaxon, assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsiz. O'zingiz Rahmat. haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Men Qarshiboyeva Zulfiya, Sharqona o'quv markazida o'qiyapman hozirgi kunda. Zulfiyaxon menda birinchi oqshom liboslari kursimda onlayn tarzda tahsil olgan va undan keyin shogirdlik kursimga yozilganlar. Mana shu oqshom liboslari kursimda o'qiganingizda qanaqa natijalarga erishdingiz va nima sabab bo'ldi aynan shogirdlik kursimga yozilishingizga? Menda oqshom liboslarda o'qiganimda andaza bilan ishlashga qiynalardim. Undivalni ishlashga qiynalardim.
o'sha kamchiliklarimni to'ldirdim. Klientlar bilan ishlashda, andaza olishda, o'lcham olishda, hammasini noldan boshlab o'rganganman. Oqshom Oqshom liboslarida liboslarida o'rgangansiz. o'rganganman Hmm. o'shani. Kamchiliklarimni to'g'irlaganman o'sha orqali. Keyin sizda offlayn ham o'qishni boshladim. Offlayn Ko'pchilik aytadi-da, mana shu joyda savol. Ko'pchilik aytadi, aynan tikuvchilikni onlayn o'qib ham o'rgansa bo'ladimi deydi. Nima deb o'ylaysiz? Onlayn o'qib ham o'rgansa bo'lar albatta ekanmi? onlayn Tavsiya qila olasizmi albatta auditoriyaga? tavsiya qila olaman. Onlayn o'qib men juda ko'p narsani o'rganganman. Onlaynda xohlagan vaqtingiz, xohlagan paytingiz kirib dars qila olasiz. Biz endi ayol kishimiz, farzandlarimiz bor. Darsga har doim bora olmasligim mumkin, lekin onlaynda обязательно xohlagan paytim, ishlarimdan ortgan paytlarim darsim qila olaman. Keyin sizda o'sha natijani ko'rganligim uchun keyin offlaynga qiziqib offlaynga bordim. Natijangiz qanday hozir? Natija Offlaynda hozir shogirdlik kursimda tahsil olyapsiz. Shogirdlik kursimda hozir bitirish arafasida qanday natijalarga erishdingiz? Qanaqa tajribalarga ega bo'ldingiz? hozirda yana nima o'zim brendim ustida ishlamoqchiman, yana kengaytirmoqchiman. Tanishlarim ko'paygan, masalan, kollektivim bor, o'zim bilan birga ishlaydigan, o'quvchilarim bor. Yana nima desam, murakkab yo'nalishda ham ishlayapman hozir. O'zimga ko'proq ishonchim ortdi, bilimim oshdi. Tikuvchilikka aynan necha yoshingizdan sizda qiziqish paydo bo'lgan? Tikuvchi o'zi yoshligimdan tikuvchilik bilan shug'ullanganman, lekin o'rtada baribir har doim tikuvchilik bilan shug'ullanmaganman. Boshqa ishlar ham qilganman. Asli o'zim medik sohasida o'qiganman, lekin tikuvchilikga qiziqqanligim uchun yana mana shu sohani davom ettirib ketyapman. Sizda ham orada bo'lganmi bu tikuvchilik kasbi men uchun emas ekan, yaxshisi boshqa kasb bilan shug'ullana qolay deb tashlab ketsammikan degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan, albatta. Nima qilgansiz shunaqa paytlarda? O'shanaqa paytlarda tikuvchilikdanchi ko'p anaqa qilmaganman. Bir 2 oy, 3 Chekinishlar bo'lganmi? Bir 3 oylik chekinish bo'lgan. 3 oydan keyin qarasam, yo'q, o'sha menga tikuvchilik yoqdi. Boshqasini tanlolmas ekanman, tikuvchilik bilan ketayotganman. Boshqa yo'nalishda o'zim tasavvur qila olmadim. Yanada mukammal o'rganishga, yana buni ustida ishlashga harakat qilyapman. Hozirda o'sha tikuvchilikda yo'nalishda yanada izlanishdaman hozir. Yana o'qiyapman. Mijozlaringiz ustidagi ular xohlagan chiroyli liboslarni yaratib berganingizda ular kiyishadi, o'sha yaratgan liboslaringiz xursand bo'lishadi. Sizda qanaqa kayfiyat bo'ladi shunaqa paytda? Voy, uni bitta so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Hozir kecha kunduz sarpalar bilan ishladim, oqshom liboslar bilan ishladim. Qizlarimizni mana shunaqangi baxtli onlarida men o'z hissamni qo'shayotganimdan juda ham xursandman. Ular menga nima qilib yozib berishadi, rahmat aytadi, juda xursand bo'laman. Ularning rahmatlaridan kiygan liboslari o'zlariga shunaqa to'kilib turadi, rosa yoqadi o'zlariga. Rahmat aytganda juda ham faxrlanib ketaman qilgan ishlarimdan. Zulfiya, mana shu kursda o'qiganingizdan keyin, yangi bilimlarga ega bo'lib, tajriba orttirganingizdan keyin daromadingiz sir bo'lmasa necha barobarga oshdi? Hozir 2 barobarga oshdi, 3-4 barobar demayman, chunki kuchim ham yetmaydi, yosh bolam bor. O'shaning uchun juda ko'p ishlay olmayapman, lekin 2 barobarga oshdi. Zulfiya, aynan mana shu shogirdlik kursimizda tahsil olayotganingizda qaysi bilimlar siz uchun eng katta foyda berdi va qaysi bilimlarni siz qo'llab qanday natijalarga erishdingiz? Bunda anaqa klientlar bilan ishlash muomalasi, masalan, anaqa har bitta individualni ishlaganimda o'zimni hatto kamchiliklarimni to'ldirib, ular bilan qanaqa muomala qilish kerak, qanday libos yaratish kerak, ularning ranglari, bezaklari, hammasini uni yanada o'rgandim, o'sha kamchiliklarimni to'g'riladim. O'sha taraflari ko'proq yoqdi menga. Mana Zulfiya, eng dolzarb mavzu, juda ham ko'p tikuvchilar tikayotgan libosiga narx qo'yishga qiynaladi. Siz ham avval aytgansiz-ku, tikayotgan libosimga narx qo'yishga qiynalaman deb kursga kelishdan oldin. Hozir siz kursni yakunlaganingizdan keyin sizni tikayotgan liboslaringizning narxlari oshdimi? Aynan oshgan narxlarni aytganingizda mijozda qanday reaksiyalar bo'ladi? To'g'risi aytaymi? Unda o'sha narxni oshirdim. Mijozlarim hammasi o'zini tortdi, qochdi. Qimmat bo'lib ketibsiz va tiktira olmaymiz, boshqa tikuvchiga tiktiramiz deyishdi. Mayli dedim, sabr qildim. Hozir o'shalar yana o'zimga qaytib keldi. Sabab? Nima sababdan qaytib kelishdi? Ular sizga kelguncha yana boshqa joyga ham borib tiktirishgan-ku, to'g'rimi? Albatta, boshqa joyga bordi. Nima deyishdi kelib?
siz qimmat bo'lsa bizga tiktiramiz deyishdi. Necha Sabab? pul olsangiz ham bilmaydim, shunaqa deyishdi. Necha pul olsangiz ham Demak, mayli, sizni ko'nglim deydi. bichimingizga, sizni tikkan liboslaringizga o'rganib qolishgan, ularni ko'nglidagidek tikib bergansiz-da. Shunaqa. O'shaning uchun yana o'zingizga mijozlar Yana qaytib o'zimga kelgan. keldi. Hammasi yana o'zimga qaytib kelyapti. Siz o'zingiz tikib bering, mayli. O'sha narxini oshirganimdan qaytib Xo'p, ketganda narxini oshirishingizga nima sabab bo'ldi? Nimaga liboslaringizni narxi oshdi? bilmadim, ishimga javob beradigan bo'ldim o'shaning Xo'p, uchun. qanaqa qilib o'sha ishingizga javob beradigan bo'ldingiz? Kiygan mijoz bilan intervalni ishlagan paytim qomatiga yarashadigan anaqalarni tavsiya qila olaman hozir. Sizga nima yarashadi, qanaqa rang yarashadi, qanaqa bezak qo'ysak bo'ladi, o'shalarni maslahatini beraman. Qayerda nima kiyish kerakligini. Ularga bu juda ham yoqadi. O'shaning uchun o'shandan kelib chiqqan holda keyin ishlarimni sifatlarim yanada oshgan, yanada oshirganman. Masalan, 10 ta ko'ylak tikmasdan 5 ta tikaman, 5 ta tikmasdan 2 Malakangizni ta tikaman. oshirganingizdan Malaka keyin oshirganimdan choklaringiz ham keyin. yaxshilangan. Albatta. Lyuks обработкаlarda обработка Shunaqa, qilasiz, shunaqa, to'g'rimi ha. choklarni? Shunaqa. Besprimerka bittada posадкаlar hammasi to'g'ri Chiqadi. keladi. Besprimerka onlayn ham zakaz olaman, besprimerka chiqadi. Mana sizda yosh farzandim bor deysiz. Juda ham ko'pchiliklar tikuvchilikni endi boshlashadi. Voy, mani farzandim bor, turmush o'rtog'im, qaynona qaynotam deb oilasini ro'kach qilishadi-da. Mana sizda ham yosh farzandingiz bor. Yosh farzand bilan qiyin emasmi? Shug'ullansa bo'ladimi aynan tikuvchilik bilan? Albatta, shug'ullansa bo'ladi. Endi hamma o'zi masalan kasbini yaxshi ko'rgandan keyin ilojini qilsa bo'ladi-da. Yosh bolalarim bo'lgani Izlagan bilan imkon topadi, izlagan to'g'rimi? imkon topadi. Yosh bolalar bo'lsa ham albatta ishlasa bo'ladi. Mana Zulfiyaxon juda ham ko'pchilik aynan tikuvchilikni atelye ochib yana ko'proq daromad qilsa bo'ladimi yoki tikuvchilikni qilgandan keyin ko'chaga chiqib ishlashga ruxsat bermaydi deydi. Sizni hozir atelyengiz yo'q, uy sharoitida tikasiz, to'g'rimi? Shunaqa. Uy sharoitida tikuvchilik kasbini o'rganib ham daromad qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Aynan mana shu tikuvchilikni endi boshlamoqchi bo'lgan, qiziqqan, uyda o'tirgan ayollarimizga qanday maslahat bera olasiz? Hech narsadan qo'rqmasdan uyda boshlaverish kerak. Yosh bolasi bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib ishlashga sharoit bo'lmaydi. Ham ro'zg'or, ham ish zo'r. Uyda tikish shunaqa hech qanaqa xalaqit bermaydi uyda ishlash. Agar o'z ishingizga anaqa javob beradigan bo'lsangiz, yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, bilimingiz bo'lsa, bu juda ham yaxshi, qulay, har taraflama qulay. Buning Uyda uchun ishlash. bilim olish kerak, Buning uchun hunar o'rganish kerak, o'zini ustida shunday ishlab, ishlash kerak. malakasini oshirish kerak. Rahmat sizga kattakon, bugungi suhbatimizga rad etmasdan mehmon sifatida kelganingiz uchun rahmat, ishlaringizga omad tilaymiz. Sog' va salomat bo'ling. Sizga ham katta rahmat. Bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz shogirdlik kursimda tahsil olayotgan o'quvchimiz Saidova Nazokatxon. Assalomu alaykum Nazokat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Men Saidova Nazokat Mansurovna 88-yilda Buxoro viloyatida tug'ilganman. Hozirgi kunda Bekobod shaharida yashayman. Tikuvchilikka necha yoshingizdan qiziqish paydo bo'lgan? Tikuvchilikka 16-17 yoshimdan shu maktab davrimdan qiziqib qolganman. Ya'ni shu maktabga mehnat fanidan shu kichkina ko'ylakchalar, shunaqa narsalar o'tganda, o'sha paytda tikuvchilikka qiziqib qolganman. Shu tikuvchilikda o'zimga hobbi qilib olib, shu har xil fasonlar, ko'ylaklar, modelyer qizlarni, dizaynerlikka ham ozgina qiziqib ketib qolganman o'sha paytlari. O'qishga 1-2 yil topshirib, kontrakt asosida o'qishga kirganman. U paytlari endi qiz bolani o'qishi unchalik ham shart emas degan tushunchalar bo'lardi uchun o'qishda harakat qilganman 2-3 yil, lekin grant asosida kira olmaganligim uchun shu tikuvchilikni tanlaganman va shu tikuvchilikni mahkam ushlab, mana haligacha shu tikuvchilik orqali Faoliyat yuritib kelasiz. faoliyat yuritib kelyapman. Bu kasbni tanlaganingizdan afsusda emasmisiz? Yo'q, afsuslanmayman. Chunki juda ham qiziqaman. Hatto homilador paytimda ham, yosh bolali paytimda ham tikuvchilikda umuman tashab qo'ymaganman. Keyin tikuvchilik menga birinchi o'rindagi ishim. Hatto uyimda zarur ishim bo'lib qolgan paytida ham birinchi zarur tikishim bo'lgan paytida birinchi tikuvchilik ishlarimni qilaman. Uyimni ishi meni kutib turadi. U ikkinchi darajali. U ikkinchi daraja, uyimni ishlari ikkinchi daraja. Men birinchi shu olgan buyurtmamni tikib, shuni tugatib, eng birinchi tikuvchilikda Keyin uydagi ishlaringizni qo'yib qilasiz. qo'yganman. Qarang, Nazokat, mana shu faoliyatingiz davomida
Sizda ham bo'lganmi? Bu kasb men uchun emas ekan, men charchadim bu kasbdan, boshqa kasb bilan shug'ullanib ko'raymikan degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Yo'q, lekin hech qachon bo'lmagan. Bu kasbni Chunki- tanlaganingizdan afsusda emasmisiz? Yo'q, afsuslanmayman. Hech qachon afsuslanmayman, chunki har bir qiz bola uchun, ayol kishi uchun eng birinchi navbatda tikuvchilik kerak deb o'ylayman. Aha. Chunki Bu kasb qaysi bilan bir shug'ullanmasa oilada- ham baribir oilada ayol kishi uchun juda ham kerakli. juda ham hunar. kerakli. Hech qachon afsuslanmaganman, hech qachon tikuvchilikni tashlab qo'ymaganman. Boya aytganimdek, homiladorlik paytimda ham, chaqaloqlik paytida ham tikuvchilikni tashlab qo'ymaganman. Har doim tikuvchilik bilan shug'ullanib kelganman. Nazokat, siz meni birinchi malaka oshirish kursimda 2 oy tahsil olgansiz. Offlayn tarzda Bekobod shahridan har kuni Toshkentga qatnab o'qigansiz. Esimda o'sha damlar. Nima sabab bo'ldi yana aynan malaka oshirish kursini tugatib, hozirgi kunda shogirdlik kursimda tahsil olyapsiz? Shu kursga yozilishingizga nima turtki bo'lgan? Menga turtki bo'lgani, chunki men o'zim tikuvchilikni Buxoro viloyatida o'rganganman. U paytda endi matoni ustiga bichib tikishni o'rganganman-da. Sizni Instagramda ko'rib qolib 2 yil kuzatganman va men shu 2 yil davomida orzu qilganman. Qachon men shu ustoz bilan ko'rishaman ekan, qachon yuzma-yuz o'tiraman ekan deb rosa orzu qilganman. Hattoki bir daftarim bo'lardi. U daftarimning nomi qayg'u daftari edi. Qayg'u esimda. Buni yaqinda yo'q qildik, menimcha. Hammada orzu, men shunda siz bilan hayron qolganman. Hammani orzu daftari bo'lsa, bu qizni qayg'u daftari bor edi. Aytib bersam, qayg'ularni yozmaymiz. Bu sizni yana tortadi qayg'uga. Tez bugun borib yoqamiz bu daftarni deganman. Yoqib tashladim. Ustoz bo'ldi, boshqa qayg'u daftari tutmayman. Bugundan boshlab men orzu daftari tutaman deb, shu kundan boshlab orzu daftari tutishni o'rgatganmiz. Rosa orzu qilardim, chunki qachon boraman ekan, masofa men uchun qiziqmas edi. Faqat endi oilaviy sharoitdan kelib, bolalarimni endi yosh bola bo'lganligi uchun har esimga tushganda, har bir sizni o'quvchilaringizni natijalarini ko'rgan paytimda men qachon boraman ekan deb daftarga yozib turgan joyimda hattoki ko'z yoshlarim tomganini atrofini chizib qo'yardim-da ruchka bilan. Keyin sizni yoningizga kelganimdan keyin, mana oradan shuncha vaqt o'tgandan keyin sizga shu qayg'u daftar haqida gap ochdimda, siz yo'q qilib yubor degandan keyin shu daftarni yo'q qilib yubordim. Qanaqa o'zgarish bo'ldi shu daftarni yo'q qilganingizdan keyin hayotingizda? Eng katta o'zgarishlar mana hozirgi kunda o'zimni atelyemni yana yonida qurilish boshladik. Kengaytirish ishlari, hozir ustalar ham ishlayapti mana. Keyin o'zimga bo'lgan ishonch yana ham katta bo'ldi. Chunki har bir o'quvchi beshikdan to qabrigacha ilm izla deganlaridek, hech bo'lmaganda 2 yilda bir marta malaka oshirib turish kerak ekan deb o'ylayman. Chunki 18 yil davomida bitta ustozdan o'rgangan bilimlarim asosida ishlab keldim. Mana hozir o'tgan yildan buyon sizga malaka oshirganimdan keyin mana hattoki oq ko'ylak, kelin ko'ylakni tikmagan edim. Mana kelin ko'ylaklarini tikishni boshladim. Buyurtmalarim undanda ko'paydi. Eng muhimi, o'zimga bo'lgan ishonch yana ham ortdi. Kursdan oldin topayotgan daromadingiz hozir kursdan so'ng, hali kursni tugatmadingiz-ku, shogirdlik kursini, necha barobarga ortdi, sir bo'lmasa? Ilgari uyda o'tirib ishlaganman, bitta o'zim ishlaganman. Keyin buyurtmalar ko'payganligi uchun, keyin muhtaram prezidentimiz mana ayollarga imtiyozlar, imkoniyatlar yaratganlaridan keyin o'zimni uyimga yaqinida ateliye qildimda. U yerini katta joy bo'lganligi uchun qo'shimcha ishchi xodimlar oldim. Shu uchun kengroq bo'lgandan keyin, endi malaka oshirishga kelganimdan keyin yanada yuqoriroq bilimlarni o'rganishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim-da. Hozirgi kunda mana o'quvchilarim bor, ishchi xodimlarim bor. Kursga to'lagan pulimni bemalol chiqarib oldim. Kursga yozilganingizdan afsusda emasmisiz? Yo'q, afsuslanmayman. Mana shu kursimiz davomida malaka oshirish kursida o'qib, shogirdlik kursida tahsil olib, qaysi bilimlar sizga ko'proq yoqib, shuni hayotingiz, faoliyatingiz davomida qo'llab, qanday natijalarga erishdingiz? Ilgari boya aytganimdek, matoni ustiga bichib
tezda u ham tez bo'ladi-yu, faqat qiyin fasonlarni chiqara chiqara olmaysiz olmaganman. va qayta primerka qilasiz. Ko'rardimda, misol uchun rasm bo'lsa, telefondan ko'rsatsa, taxminiy uni o'sha bo'zda qilishga harakat qilganman, faqat ko'p vaqt sarflaganman. Mana sizga malaka oshirishni o'rgangandan keyin asos andazani o'rganib, hamma andazalarni chizib tayyorlab qo'yganman va tezda osongina matoni ustiga andazani tashab, tezgina bichib olaman. Hozirgi kunda o'zingiz brendingizga asos solgansiz, to'g'rimi? Mana shu brendingiz asosida hozir faoliyat yuritib kelasiz. Instagram, Telegram, ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalanasizmi? Ha, foydalanaman. Endi hozir o'quv markazi qilganmiz, Nazo School o'quv markazi. Xudo xohlasa yanada kengaytiryapmiz. Ishlab chiqarish ham shu o'zimni yo'nalishimga ishlab chiqarishni ham qo'shmoqchiman. Xudo xohlasa brendimni yanada kengaytirib, balki O'zbekistondan ham chetroqqa, qo'shni davlatlarga shu o'zimni mahsulotim bilan chiqish. Xudo xohlasa, inshaalloh nasib qilsin. Mana yaqinda bo'lgan Afsona Fashion Show'da o'zingizni kolleksiyangiz bilan, tikkan liboslaringiz bilan ishtirok etdingiz. Kelajakda yana qanday fashion shoularda ishtirok etish niyatidasiz? Kelajakda Xudo xohlasa mana endi siz tufayli, sizni yordamingiz bilan birinchi marta shu modalar namoyishiga qatnashdim. Xudo xohlasa mana maqsad qilib qo'ydik. Keyingi O'zbekistonga bo'ladigan modalar namoyishiga va xalqaro modalar namoyishiga ham qatnashishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Ilohim nimaiki yaxshi orzu istagingiz bo'lsa, hammasini ro'yobini bersin. Faoliyatingiz jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz va qanday chiqqansiz mana shu qiyinchiliklardan? Fasonlarni buzib qo'yadi bir xillar yoki qimmatga tushgan zakazlar bo'ladi. Shunaqa narsalar bo'lganmi sizda? Tikuvchilar buzib qo'ygan narsasi menimcha hamma tikuvchiga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki tikuvchi hech qachon buzib qo'ymaydi. Buzib qo'yganda ham o'sha narsaga nimadir yangilik kiritib, yangi fason qilib yuboradi. Bir marta aniq eslayman, shtapl matosidan ozgina yonlarini kengaytirishim kerak edi. Shoshib tezroq qilib bering deganlarida o'sha kengaytirish o'rnini qirqib qo'yganman. Yanada tor bo'lib qolib, uni kiya olmaganlar va bozorga borib, xuddi o'sha materialni topolmaganmanda, ozgina o'xshash matoni olib kelib, boshqatdan noldan tikib, o'zimni uzurimni aytib, shu klientga topshirganman. Mijozni reaksiyasi qanday bo'lgan? Mayli, bo'p turadi, atayin qilmagansiz-ku deb qo'yganlar, lekin o'zim xijolat bo'lib ketganman. Ko'p bo'lib turadi, tikuvchilarga bunaqa narsalar ko'p bo'lib turadi va men bunaqa fason qildim, qarang sizga yarashadi-da, juda ham chiroyli turadi-da deb vaziyatdan chiqib ketishingiz kerak. Vaziyatdan chiqib ketaman har doim. Lekin bu qilgan fasonlaringiz o'sha buzib qo'yib yoki kuydirib qo'yib yoki overlockga qirqib qo'yib yaratgan yangi fasoningiz mijozga yoqadi. Yoqadi. Sizga ishonaman, chunki sizga ishonaman degan joyda siz menga ishonib tashab ketdingiz-ku, shu uchun shunaqa fason qilib qo'ydim-da sizga desam, rosa chiroyli chiqibdi deb xursand. Avvalgidan ham bunisi chiroyli chiqibdi deydi. Nazokatxon, tikuvchilikni endi boshlagan tikuvchilarimiz uchun, qiziqqan, uyda o'tirgan ayollarimiz uchun qanday maslahatlar bera olasiz? Eng avvalo uyga o'tirgan ayollarga hech ikkilanmasdan tikuvchilik sohasini tanlashni, balki ularni boshqa ish faoliyatlari bordir, lekin ozgina bo'lsa ham tikuvchilik kerak deb o'ylayman, hayot davomida kerak deb o'ylayman. Shu uchun uyga o'tirgan ayollarimiz, opa-singillarimizga hech qachon tikuvchilikni men bilmayman-ku, men qiziqmayman-ku demasdan, ozgina bo'lsa ham harakat qilib o'rganishlarini tavsiya qilib qo'yaman. Va Xudo xolasa, mana shogirdlik kursimiz ham yakunlanyapti, lekin hech xohlamayapman shu kursimizni tugashini. Umuman xohlamayapman. Kurs oxirlanguncha ana ustoz nechta dars qoldi, bizda nechta dars qoldi, so'rashda davom etadi bular. Sizlarda yana 2 ta yoki 3 ta dars, yana bir oy qo'shib bering, yana bir oy qo'shib bering deyshadi. Chunki o'tgan safargi malaka oshirishdagi kursimiz ham tugab qolganda rosa xafa bo'lganman. Qachon shu shogirdlik kursiga boraman ekan deb kun sanab kutganman. Xudo xolasa keyingi kurslaringizga ham albatta yozilaman, chunki sizdan uzoqqa yasholmasam kerak deb o'ylayman. Sizdan energiya olib turishim kerak. Men sizdan energiya olsam, borib o'zim o'quvchilarimga energiyamni bera olaman.
Rahmat kattakon, menga shunchalik Sharqona o'quv markaziga, shaxsan menga shunchalik ishonch bildirib, aynan shuncha o'quv markazining ichida Sharqona o'quv markazini tanlab, tahsil olib yozilganingizdan juda ham xursandmiz. Olayotgan bilimlaringiz sizga va bizga manfaatli bo'lsin. Kelajakda yetuk modeler konstruktor, modeler dizayner darajasiga yetishing. Suhbat uchun rahmat. Rahmat sizga ham ustoz. Bizlarga shunaqa to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, bilmaganlarimizni o'rgatib, o'zingizda bo'lgan bilimlarni bizga ayamay berayotganligingiz uchun sizga ham kattakon rahmat aytaman. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim o'ynab, kulib yuring. Navbatdagi suhbatdoshimiz bizni shogirdlik kursimizda tahsil olayotgan shogirdimiz Oblaqulov Eldor. Hozir so'z navbati ularga. Assalomu alaykum Eldor, xush kelibsiz. Assalomu alaykum ustoz. Rahmat takliflari uchun. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Men Samarqand shahrida ish faoliyatimni yuritaman. Men bu sohaga kirganimga 15 yil bo'ldi. Ish tajribamga 15 yillik bo'lgan bo'lsa agar 15 yil mobaynida ancha mijozlar bilan, ancha klientlar bilan, ancha shogirdlar bilan ishladim. O'zim malakamni oshirib kelyapman. Men yangi bozorda ishlayman. Eldor, Samarqandda aynan mana shu tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanasiz-ku. Hozir atelyeingiz bor, Ha. hozirgi kunda. Aynan qaysi yo'nalish bilan ko'proq shug'ullanasiz? Oqshom liboslarimi, sarpo yo'nalishimi, klassik liboslarmi? Qaysinga ko'proq sizlarda buyurtmalar bo'ladi? Bizga asosan buyurtmalar oqshom liboslariga bo'ladi. Sarpolarga ozgina bo'ladi. Kam bo'ladi. Hozir asosan men o'zim sizga o'qigandan keyin sarpo yo'nalishiga o'tib ketaman. Xo'p. Oqshom liboslar bilan sarpo yo'nalishiga o'tib ketaman. Siz meni birinchi universal onlayn kursimda tahsil olib, undan keyin meni shogirdlik kursimga offlayn darsimga yozilgansiz. Shunday. Aynan kursga yozilishdan oldin nimalarda qiynalardingiz? Kursga yozilgandan keyin qanday natijalarga erishdingiz? Kursdan oldingi natijalarim mana 15 yil bo'lgan bo'lsa agar 15 yil oldin men faqat atelye sohasida ishlaganman, peredelka sohasida. Asosan klassik shimlar, kostyumlar, oqshom liboslari, sarpo yo'nalishiga o'tib ketyapman. Bemalol o'zingiz tikasiz Tikaman, hozirgi ha. kunda. O'zingizning mijozlaringiz bor. Bor. Aynan tikuvchilik kasbini nima uchun aynan tikuvchilik kasbini? Juda ham ko'pchiliklar so'raydi-da, o'g'il bolalar ham tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanadimi? Sizni aynan istoriyalarda, videolarda ko'rganda kursingizda o'g'il bolalar ham o'qiydimi deb so'rashadi-da. Ha, juda ham ko'p o'g'il bola shogirdlarimiz ko'p. Aynan Namangan, boshqa viloyat, shaharlardan kelib, aynan tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanib, juda ham yaxshi natijalarga erishib keladi. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Eng birinchi tikuvchilik kasbi yaralganida birinchi shug'ullanganlar bular erkak kishi bo'lgan. Keyin bu kasb yana rivojlanib, bizga ayol kishilar ham bu kasb bilan shug'ullanib, hozirgi kunda ko'proq ayol kishilar shug'ullanishadi. Lekin eng birinchi erkak kishi shug'ullangan. Payg'ambarimiz Isroil alayhissalomdan ushlangan. Nima uchun aynan tikuvchilik kasbini tanlagansiz? Yengil bo'lgani uchun. Daromadi yaxshi, yengil bo'lgani uchun. Bitta joyda o'tirib. Qiyin bo'lmaganmi sizga? Endi ozgina boshida hamma sohadan ozgina qiyinchilik o'tadi. Baribir kasbni o'rganish qiyin emas lekin. Bu kasbni tanlaganingizda siz hammada bo'ladi-yu, endi qiyinchiliklar bo'lganda yoki charchagan vaqtida bu kasb men uchun emas ekan, tashlab ketib, undan ko'ra boshqa kasb bilan shug'ullansammikan degan fikrlar ham bo'lganmi sizda? Bo'lgan, lekin hech tasha olmaganman. Baribir magnit bilan tortyapti mana. Hozirgi kunda bu kasb bilan oilaviy shug'ullanasiz. Turmush o'rtog'ingiz ham aynan mana shu kasb bilan shug'ullanadi. Shunday. Oilaviy shug'ullanaman. U xotinimga ham dalcha o'rgatib ketyapman. O'zingiz o'rgatganmisiz ularga? O'rgatganman, ha. O'zim o'rgatganman. Oilaviy qilsa yaxshiroq. Nasib bo'lsa, qizimga ham o'rgataman, o'g'illarimga ham o'rgataman. O'g'lingiz ham aynan mana shu kasb bilan shug'ullanishini xohlarmidingiz? Xohlayman. Eldor, Samarqandda mana hamma joyini o'zini talabi bo'ladi-da. Aynan Samarqandda mana boya aytib o'tdingiz, oqshom liboslari va sarpo yo'nalishiga juda ham ko'p talab kuchli dedingiz. Mana shu tikayotgan liboslaringizni agar sir bo'lmasa qancha narxdan tikasiz? $200 to $500 tikaman men o'zim sarpo yo'nalishini. Agar oqshom libosi bo'lsa, $100 to $500 tikaman. Xo'p, mijozlaringiz bu narxdan e'tiroz bildirmaydimi? Voy, qimmat ekan, nimaga narigi chevar arzonroq tikadi, siz qimmatga tikasiz deb aytishmaydimi hech kim? Aytishadi, endi ichkaridagi lyuks aparobotkalar,
tikish jarayonlarini hammasini ko'rsatib, farqini aytib, ularga tushuntirib beraman. Qarang, kursga yozilmasingizdan avval choklaringiz qanday, narxi qanaqa bo'lgan, tikayotgan liboslaringizni qanday choklardan foydalangansiz? Hozir kursni yakunlaganingizdan keyin sizni tikish chok mehnatlaringiz qanchaga oshdi va choklaringiz обработкалari qanaqa darajaga chiqdi? Avval lyuks обработкаларni qilmasdim. Boshida lyuks обработка bilan ishlamasdim. Nima ekanligini buncha tushunmasdim. Hozir kursning davomida lyuks обработка nima, qanday tikilish jarayoni, qanday formula bilan tikilishi hammasini o'rganib keldim. Siz mani universal onlayn kursimda tahsil olgansiz. Onlayn tarzda, to'g'rimi? Onlayn tarzda. Birinchi marta sizda Hiltonda biznes zavtraqda ko'rishganmiz. Siz mani shogirdlik kursimga yozilaman deb kelgansiz. Shunday. Siz hali mani oddiy kichkina Kursim. chegirmadagi kursimni xarid qilgansiz Shunday. va shu kursda tahsil olib, keyin mani universal kursimga yozilgansiz, to'g'rimi? VIP To'g'ri, tarifida. To'g'ri. Universal kursda yozilganingizda ko'pchiliklar aytadida, onlayn o'qib ham tikuvchilikni o'rgansa bo'ladimi deb. Nima tavsiya bera olasiz? Onlayn o'qib ham o'rgansa bo'larmikan? Onlayn o'qisa bo'ladi, lekin hammasiga kuch, iroda hammasiga kerak bo'ladi. Unga xohish bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Nima afzalliklari bor ekan onlayn kursni? Onlayn kurs bilan offlayn kursni ajratadigan bo'lsam agar, onlayn kelib bir marta ko'rasiz. Offlaynda. Offlaynda bir marta ko'rasiz. Onlaynda har kun xohlagan paytingizda ko'ra olishingiz mumkin. Videolarni. Videolarni tashlab beradilar. Xohlagan Savollar tug'ilib qolsa-chi? Mana shu videolarni ko'rganingizda, dars qilayotganingizda savollar tug'ilib qolsa-chi? savol tug'ilib qolsa bitta varaqchaga yozasiz, kuratorga murojaat qilasiz. Kurator o'z vaqtida javob beradimi? Kurator vaqtida javob beradilar. Eldor, mana shu 15 yillik tajribangiz davomida qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin yoki qimmatga tushgan xatolar bo'ladi. Qanday xatolar bo'lgan yoki qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Qanday bu vaziyatdan chiqib ketgansiz? Aslida ko'p narsani buzib boshqatdan yaratganman. Boshqa fasonni yaratganman. O'ylagan narsam chiqmagandan keyin, klient o'ylagan narsadan chiqmagandan keyin o'zim boshqa yaratib, u klientga ma'qul qilib berib yuborganman. Klientning reaksiyasi qanaqa bo'lgan shu paytda? Klientning Yoqqanmi reaksiyasi klientga? klientga yoqqan u narsa. O boshqacha bo'pti bu narsa. Fason men o'ylaganimdan boshqacha bo'lgan fasondagi. Zo'r fason chiqdi. Demak, vaziyatdan chiqib ketgansiz. Vaziyatdan chiqib ketganman. Endi Eldor, mana juda ham ko'pchiliklar onlayn tarzda o'qimoqchi bo'ladi, offlayn tarzda o'qimoqchi bo'ladi. Tikuvchilikka endi qadam bosayotgan, yangi qiziqayotgan o'quvchilar uchun, uyda o'tirgan ayol opa-singillarimiz, ukalarimiz uchun qanday tavsiyalar bera olasiz? Yangi tikuvchilikni o'rganayotgan opa-singillarimizga tavsiyam uyda o'tirib ham daromad qilsa bo'ladi. Bu asos andozalarni yaratib, modellashtirib, hammasini qilsa bo'ladi. O'qinglar va o'rganinglar. Rahmat Eldor, taklifimizni rad etmasdan bugungi suhbat ishtirokchisi bo'lganingizdan minnatdormiz. Ishlaringizga omad tilayman. O'quvchilaringiz, shogirdlaringiz soni ko'paysin. Dunyo tanigan modeler konstruktor, modeler dizayner darajasiga yetishingizga tilakdoshmiz. Rahmat sizlarga ham taklif qilganlaring uchun sizlarga ham rahmat ustoz. Bugungi suhbatimiz ishtirokchisi bizda Qobilova Dilbarxon, aynan mani offlayn kurslarimda tahsil olib, hozirgi kunda Sharqona o'quv markazida mani yordamchi o'qituvchim, ya'ni malaka oshirish kursida o'qituvchi darajasida ishlab keladi. Keling, hozir ular bilan suhbat quramiz. Bu suhbatimiz hamma dizaynerlar, modeler konstruktor, tikuvchilar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum Dilbar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum ustoz. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, mani ismim Dilbar, familiyam Qobilova. O'zim 20 yillik tajribaga ega tikuvchiman. Birinchi o'sha maktablarni bitirib, ADOda o'qiganman. Shu bilan keyin orada o'sha oilaviy muammolar, sharoitlar bilan bo'lib, keyin faqatgina sizda malaka oshirishdi. Orada mana 15 yil o'tib, keyin sizda malaka oshirdim. Malaka oshirdingiz va bu malaka oshirish kursidan keyin malaka oshirishdan oldin qanaqa darajada edingiz? Nimalarga qiynalardingiz? Malaka oshirish kursida nimalar sizga yangiliklar bo'ldi? Qanday natijalarga erishdingiz? Natijalarim zo'r bo'ldi, chunki o'zimga ishonchim juda past bo'lgan.
nima deydi, shunaqa qilsam o'xsharmikan, mana bunaqa qilinarmidi, modellashtirishga uncha yaxshi bilmas edim. Modellashtirishga qiynalardim, qidiravurardim, shunaqa to'g'ri qilyapmanmi, noto'g'ri qilyapmanmi deb ikkilanib zo'rg'a qilardim. O'shaning uchun ham keyin shu malakamni oshirmasam bo'lmaydi degan fikrga kelganman va 5 ta o'quv markazidan tanlab Sharqona Schoolga kelganman. Endi u 5 ta o'quv markazlari qaysiligini aytib o'tirmayman. Lekin ichida saralanib, chunki o'zim bu sohada bo'lganim uchun o'zim tushunganman, qaysi o'quv markazlar qanaqa o'rgatadi, nima o'rgatadi, so'raganman, hammasini surishtirganman. Qarasam, eng universal programma Sharqona Schoolda bo'lgan va Sharqona Schoolga kelganimdan hech ham shu paytgacha afsuslanmaganman. Dilbar, mana faoliyatingiz davomida qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelamiz, to'g'rimi? Yoki xatolar qilamiz. Sizni qanday qimmatga tushgan xatolaringiz bo'lganmi, qiyinchiliklaringiz bo'lganmi? Shular haqida ozgina gapirib bersangiz. Qimmatga tushgan xato deya olmayman, lekin shunga yaqin kelgan narsa bo'lgan. U paytlarda sizlarda hali malaka oshirishga o'qimagan bo'lganman. Ana o'sha ishdan keyin ham malaka oshirishim kerak degan qarorga kelganman. Unda nufuzli bir atelyeda ishlardim. Bitta klientimiz $5000 libosni, brendiviy libosni, ya'ni Fransiyadan olib kelgan liboslarni peredelkaga olib kelganlar, chunki o'zlariga kattaroq bo'lgan. Keyin atelye egasi shuni Dilbar opa qilib bering deganlar. Xo'p, qilib beraman, faqat ertaga deganman. Keyin shu bilan uyga ketganman va ertasi kuni kelganman-da, uni astarini, o'ngisini ajratganman-da, hammasini ko'rib chiqqanman. Bor yo'g'i yengini bu qismidan 1 santimetr, uzunligidan 2 santimetrgina farq bo'lgan. Shunga shuncha vaqtman ekan deganman-da, lekin uni keyin predelka qilganman. Yonidan 1 santimetr, uzunligidan 2 santimetr olganman-da. Keyin atelye egasi kelganda mana qilib qo'ydim desam, voy Dilbar opa, nima qildingiz? Buni kecha Nargiz opam qilib qo'ygandilar deb shunaqa deganlar. O'zingiz kecha kelib qilib qo'ying degan edingiz desam, voy esimdan chiqib qolibdi sizga aytish deganlar. Keyin endi shu kechki paytgacha endi nima qilamiz, bu $5000 kostyumka, bu $5000 kostyumka deyapti atelye egasi ham. Men o'zim ham hayajondaman, lekin keyin aytganman, qo'yavering, toqda oldin kesirlar, ko'rsinlar. Jibimiz bitta varianti topilar deganman. Jibimiz shu $5000 to'lab yuboramiz-da deganman. Keyin shu mana klientimiz kelgan, kiyib ko'rganlar, o'zlariga rosa yoqqan, qo'ynimdek qilib siladi, xursand bo'lib olib ketganlar. Lekin kechgacha u bizning ichimizdagi holatni o'sha paytda o'zimiz $5000 to'lashim kerak. $5000 to'lashim kerak degansizda. Mashinani sotish kerak bo'ladi agar deganmiz-da, o'ylaganmiz. Mashinani sotamiz-da, jibimiz mashinamni sotaman-da deganman. Jibimiz mashinamni sotib beraman shu $5000 deganman. Lekin o'zim ichimdan o'zim o'tgan narsalarni o'zim bilganman o'shanda. O'lchamni o'zim olganman dedingiz-ku, o'lchamni o'zingiz olgansiz. O'shaning uchun shu o'lchamlar bilan baribir qilgansiz va o'lchamni to'g'ri olganingizdan o'sha 1 santimetr, 2 santimetr joyini peredelka qilgansiz. Agar o'lcham olmaganingizda balkim o'sha birinchi 1 santimetr olish kerak, 2 santimetr olish kerak deb o'lchamga qaramaganingizda siz ko'proq olib qo'ygan bo'larmidingiz? Balkim. Nima bo'lsa ham hammasi yaxshilikka bo'lgan. Lekin shundan keyin malakamni oshirmasam bo'lmaydi deb hamma o'quv markazlarini, Toshkentdagi eng nufuzli o'quv markazlarini surishtirib, uni ham bittada bir qarorga kelmaganman. Uni ham ustida pashti bir yilcha o'ylab yurgan bo'lsangiz. Yo'q, yarim yil. Bir yil emas, yarim yil o'ylaganman. Juda ham ko'pchiliklar aytadi-da, hamma qarorni har xil qabul qiladi-yu. Kimdir bundoq tez ko'rib, tez qaror qabul qiladi. Kimdir qaror qabul qilishi juda ham kech bo'ladi. Bir xil aytadi, men sizni 2 yil kuzatdim deydi. Bir xillar aytadi, men sizni 4 yildan beri, bir xil aytadi 5 yildan. Men aytaman, davom etamiz deb qo'yaman-da. Bir xillar hali ham kuzatishda davom etadi, bir xillar tez qaror qabul qilib, o'yini o'ylaguncha aytadi, tavakkalchi ishini bitiradi deb. Qarorni tez qabul qilib, уже necha marta, уже 2-3 marta kelib, har yil kelib malakalarni oshirib, hozirgi kunda yaxshi natijalarga erishib kelyapti. Baribir har qanaqa kasbda ham, xoh siz vrach bo'lasizmi, tikuvchi bo'lasizmi, etik doz bo'lasizmi, har yil o'zingiz ustingizda ishlab, o'zingizni malakangizni oshirib, yangi bilimlarga ega bo'lsangiz, daromadingiz ham oshadi, bilim darajalaringiz ham oshib boradi. Mana Dilbar, siz hozirgi kunda Sharqona o'quv markazida aynan o'qituvchi bo'lib ishlaysiz. Birgalikda aynan malaka oshirish kursini birgalikda olib boramiz.
aksariyat kelgan tikuvchilardan 0dan kelganda ham mana malaka oshirish kursini oladigan bo'lsak, malaka oshirish kursida kelganlar man ko'pini bilaman, faqat asos andozani chiqara olmayman deydi. Lekin ularni tajribasini mana qo'yib tikkanlarini ko'rsak, judayam ko'p anaqa talabga javob bermaydi-da. 15 yildan beri chevarman deydi, 20 yildan beri tikib daromad qilib kelishyapti, lekin qonun qoidasi bilan, texnologiya bilan tikishni Umuman bilmaydi. bilishmaydi desa ham bo'ladi. Ko'pchilik texnologiyalarni qonun qoidasi bilan tikishni bilishmaydi. Men bilaman, hammasini bilaman deb kelishadi. Lekin masalan, mana obrazeslarimizni ko'rsatamiz-ku, mana bunaqa cho'nchayin tikishni bilasizmi? Shimni gulfiklarni tikishni bilasizmi? Kostyumlarni, klapanlarni tikishni bilasizlarmi desak, yo'q, bilmaymiz deb turishadi-da. Oddiy masalan, oddiy ko'ylak lozimda tikib yurishgan, o'shani hisobga olib hammasini bilaman deyishadi. Lekin 80% tikuvchilik Qonun qoidasiga tikishadi. qoidasiz tikishadi. Bu yoqdan Yoqdan. YouTube'lardan ko'rib tikishadi, to'g'ri chiqarishadi, qiynalib chiqarishadi. chiqarishadi. Qayta primerka qilishadi. Nima qayerdan kelib chiqqanini bilmaydi. Va Va oddiy, va oddiy libos o'quvchilarga ham tikish- o'rgata olmaydi-da. oddiy libos tikishganligi uchun ham daromadligini oshirisha olmaydi. Judayam ko'p. Shuning uchun har doim ilm olishdan charchamash kerak. Aytadi-yu, beshikdan to qabrgacha ilm izlagin deb. Ilm olish darajasida insonlar o'zi 3 xil toifaga bo'linadi-da. Birinchi ilm olishdagi birinchi darajadagi insonlar man hamma narsani bilaman deydi. Hamma narsani bilaman. Nimanidir o'rgatsangiz, "Voy, men buni bilaman. Voy, men bilaman" deydi-da. Aslida ular hech narsani bilmaydi. Va eng yomoni bilmasligini o'zi bilmaydi. Bular birinchi toifadagi insonlar hisoblanadi. Ikkinchi toifadagi insonlar, "Voy, men bilmas ekanman, men tajriba orttirishim kerak, o'qishim kerak, o'zim ustimda ishlashim kerak" deb o'zini malakasini oshiradi va o'qish jarayonida "Men ko'p narsani bilmas ekanman" deyishadi. Bu ikkinchi toifadagi insonlar. Uchinchi toifadagi insonlar esa judayam ko'p o'qigandan keyin aslida men hech narsani bilmas ekanman deb har doim umrini topayotgan daromadidan o'zini bilimiga investitsiya qilib, o'zini bilim darajasini oshirib boradi. Bunday toifadagi insonlar uchinchi toifadagi insonlar. Har doim biz ham o'sha uchinchi toifadagi insonlar bo'lib, har doim o'zimiz ustimizda ishlab, o'zimizni malakamizni oshirib, bilim darajamizni oshirib bilishimiz kerak. Mana bugungi suhbatimiz jarayonida juda ham ko'p foydali ma'lumotlar berildi. Kimdir tikuvchilikni endi boshlamoqchi bo'lgan yoki o'z malakasini oshirmoqchi bo'lganlar bugungi suhbatimizda o'ziga kerakli savollari tug'ilayotgan bo'lsa javoblar olgandir yoki qandaydir motivatsiya olgandir yoki qaysidir bir so'z aynan sizni tikuvchilikni boshlamoqchi yoki o'z malakangizni oshirmoqchi bo'lishingizga bir turtki bergan bo'lsa juda ham xursand bo'lganmiz. Agar siz ham o'z malakangizni oshirib yoki tikuvchilikni 0dan boshlab tez natija bilan professional darajasigacha chiqib, onlayn yoki offlayn tarzda tahsil olish istagida bo'lsangiz, mana shu video tagidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib, ism, familiyangiz, telefon raqamlaringizni kodlari bilan yozib qoldirsangiz, kurslarimiz boshlanishidan oldin adminlarim sizlarga aloqaga chiqib, kursimiz haqida yana batafsil ma'lumot berishadi. Ha aytgancha YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. U yerda sizlar uchun har hafta kerakli bo'ladigan bilimlar, mana shunday suhbatlar bilan bo'lishib boraman. Sizlar obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz va kommentariyalarda o'zlaringizni fikr va mulohazalaringiz bilan bo'lishib tursalaringiz, bu men uchun yana ham ko'proq motivatsiya beradi va sizlarga kerakli bo'ladigan bilimlarni yana ham ko'proq tayyorlab sizlarga ulashib boraman. Keyingi videolarimizda kimlar bilan suhbat qurishimizni va qanday darsliklar qo'yib borishimizni kutib qolasiz. Bularni izohlarda yozib qoldirsangiz, bularni hammasini inobatga olib, aynan mana shu sizlarning taklif va murojaatlaringizga qarab biz videolarni tayyorlaymiz. Sizlar bilan Sharqona o'quv markazi asoschisi Muqaddas Komilova bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.